Assalamualaikum. Nasıl başlap ketdi? Assalamualaikum. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan hurmatli ustozlar, mehmonlar va keyingi ishtirokchilar. Uyg'ur Project fondi tarafidan o'rlashtirilgan Istanbulda 20 leksiya 2024 ilmiy muhokama yig'iniga xush keldinglar. Oldi bilan bizniki muhokama yig'inimiz Türkiye Cumhuriyeti'ninki İstiklal Marşı'ndan başlandı. Onlarla bölümde tutuluşla teklif ediyorum. Rahmetli Öğretmenimiz Şerif Türkistan'da öğretişiciler öğretmenimiz oturumuz ama aslında
Çok rahmet. Endi Uyghur Project Fondu'nun başlığı Doktor Erkin Sıdık Efendi'nin eski tutukları sözleşmek istedim. Sen Assalamualaikum aziz qarindoshlar, aziz mehmonlar, yaxshimisizlar? Bizniki bu xalqimizga xush keldinglar. Men oldi bilan sizlarning chet eldagi jiddiy turmush ichidan qimmat vaqtlarni chiqarib, bugungi bu faoliyatga kelib qatnashib berganlarga chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman. Rahmat. Bu yillik davra biz degan kitob uchun dunyoning 32 kardeşimiz 38 parça makale çıkardı. Degan yine bir ayda bir konumuz var. Germaniya'daki kelgan Bavariya Ştat Parlamento'nun muavin reisi Markus Lindespecher efendimiz var. Bir yolunu kullanmayız. Anlamdaki Uyghur Project Fondi ve Meşal Uyghur Grupsu'nun 7 numara kardeşimiz maqaladaki kısa mazmunu, maqala ve basırın böceklerini bahalap tasdiklaş vazifesine tepkili. Atış Niyaz, Cüret Nizamiddin, Cümer Emin, Fidakar, Ruşen Hamid ve Kadarlık kardeşlerimiz tahrirlik vazifesine tepkili. Anındaki Muhammed İbrahim ve Fidakar kardeşimiz baş muharrirlik vazifesine tepkili. Şebnem Aşim Hanım bu kitaptaki mukavvasını laylat verdi. Üstü kaldı. Amerika Şimali Kaliforniya'daki Uygur Medeniyet Uyuşması'ndan Uygur Fondi ve Germaniya'daki Tevekkül İskender kardeşimiz ve Bolgarya'daki bir akimiz müştetekli faaliyetke iktisadiyatına yardım kıldı. Tekli Bakan Uygur Neşriyatı bu kadar devre biz diğer kitapları çıkışka mesul olup bu kitapını bir yana ekledik, bunu çıkardı. Onun başlayına muşu sorunda oturgan, yani kitaplıgan kardeşlerden Arslan, Mehmet Tofti, Batur Karhanlı ve Borhan Said Katarlı kardeşlerimiz bize köp yerler kıldı. Hazır köydüğüne bulaşında iştahımı bir yana jirine geçilişine geldi devadılar. Ben Uyghur Project makaldan ularning hammasiga rahmat aytaman. Bugungi bu faaliyat mana yuqori tilga hamma qarindoshlarning sayyora xizmat qilishi orqali vujudga keldi. Millat suyish, vatan suyish degan mana shunday bo'ladi. Millatparvarlik, vatanparvarlik degan mana shunday bo'ladi. Biz hammamiz shu amaliy harakatimiz uchun o'zimizdan qanchalik xo'shallansak ve pehrelensak erziydi. Uygur milleti hazır intayın halkılık bir tarihi devrede turmadıdır. Hazır Şarkı Türkistan'da ve çetrede ırkı kılıçlıkını normallaştırış hareketi edip verilatıdır. Hem de bu hareket ünümü bir vatıdır.
Şu sebepten bazı kişiler Uygur dava işleriga qarta bunun hazır nima faydası var yoki bunun hazır nima qiymati bor deb so'rayotganlarmi bor. Bir qism kişiler Uygur siyasi davasından ümidsizlanyotidir. Bunun sebebi dava vücut keltirgan o'zgarishlarniki cho'ng bo'lmasligi hamda vatandagi oilasida ba'zi alohida ahvollarniki bor bo'lishi ümidsizlikniki manbasi bo'lib qoladi. Ammo biz ish qilganda faqat natija shuni emas, balki milliy majburiyat va tarixiy burch yuzasidan ish qilsak, qilayotgan ishimizni uzun muddat davomlashtira olamiz. Ma'lum natija shuni emas, qilayotgan ishi to'g'ri ish bo'lganligi uchun davomlashtirish ümidsizlikka elib bormaydi. Biz mushundaq faoliyatimiz orqali eng kam deganda Uyg'urning yo'qolib ketmaganligini hamda yo'qolmaydiganligini isbotlaymiz. Bu qatim maqola yozgan, leksiya so'zlaydigan va bugun shu so'rovga kelgan qardoshlar o'zining milliy majburiyati va tarixiy burchini ado qilish yo'lini tanlagan qardoshlarning vakillari. Men sizlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Ahirda bu faoliyatning muvaffaqiyatli bo'lishiga chin ko'ngildan tilakdosh bildiraman. Rahmat. Doktor Erkin Sadık Efendi'nin kıymetli çiziş sözü için köp rahmet. Hem de ben bugünkü leksiya faaliyetimizdenki kaideleri hakkında azıcık to'xtalib o'taman. Ondan keyin tunji leksiyachimizga so'z berdilar. O'tgan yili kelganlarniki xabarda bor. O'tgan yili vaqtida qattiq kontrol qilgan. Bu yil shunday bo'ldi, chunki faoliyat zich holatda 2 kun davomlashadi. Her bir leksiya so'zlovchi 30 minut so'zlaydi. Arada bir oturuştan keyin 15 minut sual cevap kısmı buldu. Şu an suallarını yapıp koysanlar, yapıp kalanlarla dizip koysanlar buldum. İşte mektepten karşılaştım, tamak verildim. Bu yerden ötken yılda okşaş bilet taktınız bu. Şu biletini ağandaki mektepteki kadınlarla, başkandaki kadınlarla besi buldum. Bunda olsa biz tunji so'zlovchimizdan boshlab ketaylik. Bugun bizga tunji bo'lib leksiya so'zlab turadigan leksiyachimiz Gulshan Abduqodir xonim. Gulshan Abduqodir xonim bizga millatning taqdirida Uyg'ur kalimasining kuchi degan temada leksiya so'zlab turadi. Qani sizlar
vatan millatning taqdiri ustida o'ylash uchun, munaqasha qilish uchun va birlikda bir yo'l va tadbir tepish uchun kelgan qarindoshlar, bultur biz musha yig'ilib Uyg'ur aql omirininki aql omir qurilishi fundamentining birinchi keskin qo'ygan to'q. Nayt muvaffaqiyatli holda bugun men sizga boshqa kechirsizlar. Bugun biz ikkinchi kesigini qo'yish uchun bir yig'ilib o'tirdik. İnşallah Xudoyim bo'lsa biz shu Uyg'ur aql omir qurilishimizni bitirgan vaqtimizda o'zini atalmish Mr. Gao deb atagan Beijingdagi Xitoyning aql omir qurilishining mutaxassisi Mr. Gao butun dunyoga jakalayotgan bir yoqdan qirg'inchilik qilib berib, bir yoqdan Şiryandaki Uygurlarına ait baxtli yaşayaptı degan safsatalarga butunlay raddiya bergan bo'lamiz. Dunyoning hech qanday yerida unday gapni qilmaydigan bo'ldim. Shuning uchun men oldi bilan Uyg'ur Project bu faoliyatni uyushtirgan Uyg'ur Project fondiga alohida rahmat aytaman. Erkin Sidiq akamizga alohida rahmat aytaman. Bugun qaysilar bilan benim 5. Feral Arxivleri namlıq kitabım ve Don Quixote ve Sancho Panza Uygurlar degan namlıq maqalla toplumum ve yanıdan neşrden çıkan şu Vatanga vizam yok. Vatanga vizam yok mavzuluq maqalla temsilki maqalla toplumum sizlerle yüz görüşürüm. Şundaq vatanga vizam yok inan. Vatanga vizam yok. Vatanga vizamning bo'lishini xohlamayman. Kitabning aqısini aslanlar şundaq deb yozilgan. Vatanga vizam yok ya, ama vatanga yozganlarim bor. Vatanga bir kuni shu yozganlarimning borligiga vatandagi oilalarni kitap qoldirdim. Yozganlarimning o'rin oldiganligiga ishonchim komil. O'zbekiston bu kitobga Kanadadan keluvchi ovozini tutib ikkitasiga qo'yatma. Men sizlar vatanga berish uchun viza ilish jarayonida Xitoyga yo'llangan Uyg'ur davosining obrazini tasvir etkizib qo'ygan bunday ishlarning o'qilishini oldini olish uchun men shu 2013-yil vatandan yo'lga chiqishdilar. Baskamasi yo'llangan. Bu yo'lda men o'zgarib baxmadim. Bu yo'lda hozircha men Allohim shu yo'lga nisib qilsin. Men bugun sizlarga antiman millatning taqdirida Uyg'ur kalimasining kuchi bu leksiyamniki asos maqsadi navbatda bir xil nurg'ulg'an kalimalarning orasida qo'valishib qolgan, xiralishib qolayotgan o'sha Uyg'ur kalimasining aslida biz uchun qancha bir kuchli kalima ekanligini yana bir qayta o'sha Uyg'ur diasporalik Uyg'urlarning samimiy sepish. Men asosan leksiyamniki kirishdan burun azroq bir varma kirish nemisdan bir jumladan ama şu düşmanımız Xitoyninki davlat siyosatchisi, siyosiy qo'mondoni shubhatchalik davrdagi shu shubhatchalikning asosli siyosiy qo'mondonlaridan biri bo'lgan Savsav shunday deydi. Bir mukammal qalam egisi, bir pishqan qalam egisi 10 ming askarga barobar. Bu gapning bek kuchi bor gap. Bu gapni hozirgacha 21 asrda Xitoy mushu nimani ishlatyapti, mushu siyosiy taktikani kuchga qilib Savsavning mushu gapini foydalanib tahlil qilib kelyapti. Shuning uchun bizning qalbkashlarimizning turmalarda bo'lishi, zindonlarga tashlanishi, Xalida Isroil, Farhad Tursun, Yalqin Ro'ziyev qatorliq
kalem ilgilerimizden, ilim ilgilerimizden zindallarda buluştuğun sebebi şu. Ondan başka bir milletin takdirinin özünün kalemide tercih geçişinin Xitay hazır düşündük okup geldi. Şunun için tarihlerimizden, özümüzden kullandığımız yazılıştan okuduk. Makalı, her xil ilmi eserlerinin öz kolumuzda vücut, kalemimizde vücut çıkıştı. Şuna okup geldi. Çünkü bir kaleminin tevrişi Xitay için bir ziminin tevrişiyle çok rol oynayan bulup, zimin tevrişinden keyin bütün narsa qaytadan başlanıp, bir tevrişten keyin yeni hayat başlandı alış için Xitay bunun bilan okudu. Şu savsanın felsefesi boyunca o'tda bugungi şu davr va biz nomli kitobga qalam tayyorlatgan 38 qalamkash 40 qalamkashimdagi 200 ming askarga baravar. Sizlarning eslanglar bo'lsa kerak o'tgan yil mana shu yerda bizning fikr, ideya va tushunchalarimizning intayin muhimligi, ilg'or fikr, ilg'or ideya tushunchalarning ilg'or harakatlarga yetakchilik qilganligi, ilg'or ideya va ilg'or fikr, ilg'or tushuncha bo'lmagan vaqtida qurolli kurashlarimiz bo'lgan vaqtida bu qurollarimizni o'zimizga qartilib qolganligi haqida gap qilgan, so'z qilgandim. Ikkinchi dunyo urushida shuncha cho'ng ziyorat etgan Yaponiya bilan Germaniya aql amri qurish orqali aql fikr tushunchalarni omborni qurib chiqish orqali aqlni to'plash orqali yana qaytadan dunyodagi ilg'or davlatlar qatorida o'rin oldi. Shuning uchun bugünkidek shu aql ambardir bir yerga yig'ilganning intayin ahamiyatga ega. Ondan başqa men yana bir sizlarga kirishda deydigan so'zim bir jumladan Kanadadan keldim. Kanadaning ma'rifiy intayin ilg'or bir ma'rif. Dunyo bo'yicha eng oldingi qatorda turdi. Dunyodagi universitetlarni tuzganda Kanada katta universitet shunda qadam tuzib keldi. Buningdagi sabab nima? Buningdagi sabab inglizcha aytganda critical thinking. Turkcha degan vaqtida eleştirel düşünceler. Ya'ni bir masalalarni so'rib savol qo'yish orqali uni tushunish. Faqat tubdan tushunib bilish emas. Shuning uchun biz vatan qurimizda aytganimiz albatta critical thinking, shu turkcha bo'lganda eleştirel düşüncelerge sahip oluşumuz gerek. Bunday düşüncelerge sahip olamayan milletlerinin vatan kuruşu ihtiyaç oldu. Hem de yan birisi biz növbette iki narsa so'raqtatimiz. Birisi Xitoyni so'raqtatimiz, ikkinchisi o'zimizni so'raqtatimiz. Shu men shunchalik umidlik yaqin kelajakda Xitoyni so'raqtatish oxirlashidir. Bu chog'da biz o'zimizni so'raqtatimiz. O'zimiz so'raqtatganda nimani so'raqtatimiz? Biz o'rganayotgan dinimizni so'raqtatimiz. So'raqtatgan vaqtida tarixlarimizni so'raqtatimiz. Tarixlarni so'raqtatishdagi maqsadimiz tarixning bugun uchun xizmat qilish cho'ng rol bo'lmasmi? Ammo dunyo tarixga nurg'un mablag' soldi. Nurg'un ishlatib buning sababi tariximizning takrorlanib qolmasligidir. Bugun uchun yana takrorlanib qolmasligidir. Tarixni ikki xil o'rganishimiz kerak. Birisi tarixni yezib o'rganishimiz, yana birisi qo'chib, so'rib, tek-tekidan xuddi polon ilashtirganda, suqashni so'ragandek, bizdagi suqash o'xshaydi, polo o'xshaydi degan bilan so'rashimiz kerak. Herkes tariflerimiz bizden ayollarının bolon tuzib qo'ydigan kristal ishga o'xshash tekin olmaydigan yoki qarsilmaydigan papa haydaydigan odamlar bo'lmasligi kerak. Buni kallimizdan aniq qilishimiz kerak. Yana birisi biz faqat ma'rif va ilm fanlarni o'zimizga qutildira olamiz. Shu mening kirishdagi so'zim. Endi leksiyani boshlayman. Vaqtim 30 minutga qisqa. Kirishimga bir muncha vaqtim ketdi. Ishtirok so'zlashga tirishaman. Selam. Bir yere çıktı ya. Ağız kabuğu çıkıyor. Nasıl şey?
Birincisi mukaddime. Ayetin ağzı çıkıyor. Ayetin ağzı yanına mikrofonda mikrofonlar çıkıyor. Sıkıntı çıkıyor. Mukaddime kısmı Google kelimesi. عندك عقوبة فون فاش نقص أخشى فون فاش نقص أخشى يا أنا Hakkında söz bolanda biz adım borusu, yadro kuralları, bir devletinin harbiy ve askeri iqtidarına ait texnik güç, şundaqla iqtisadi amillar, aqliy amilga ait yüksek taraqqiyotlarni göz oldimizga keltiramiz. Bundan başqa biz yana real turmushimizda dunyoning tartish kuchi, zehnning kuchi, tushunchalarning kuchi, bilimning kuchi, sevgining kuchi, saltanatlik ve güçlük imparatorluklarımızdan bizi kaldırgan manevi güç kadarlıklarını bayqaymiz. Söz, ibare ve kelimelerinin gücü var. Bir milletin takdirini belgeleştir, şu millet ilgilerinin özü sözleyen söz kelimeleri, ictimai tarafkılarda sözleyen söz kelimeleri, şundaqla dünyavi siyasi sahneler sözleyen söz kelimeleri intayin mühim ehemmiyet egen. Bir Yaponiyalik alimning su molekulalarga ijobiy ve salbiy so'zlash orqali berib borgan söz ve kelimelerning kuchiga oid tajriba hammamizga bo'lsa kerak. Bu alim su molekulalarga shayton ve nafrat degandek so'zlar so'zlagandan keyin to'ng'itilgan su molekulalari nihoyatda sert bir shaklga kirgan. Bunun aksice güzel ve çıralı sözlerini sözleyendiğim ki su molekülleri olsa intayin çıralı bir şekilde kirgen. Uygur halk çöçeklerdeki yerinin taşın çöçeki kelimelerinin taşınımı eritip alaydıgan gücü varlığına gösterdi. Kelimeler yani sözler sihirdir. Mesela bugün Uygur kelimesi Xitayning intayin yarat qilgan Uyg'ur uchun eng qimmatli sehr kalimidir. Google Uyg'ur kalimasining har bir chekilishi Xitoyning ko'ksiga urilgan bir xanjardek kuchi bordir. Google Uyg'ur kalimasi xuddi dip qilib selayotgan yurak harakatidan eslatilgan simvollik so'z bo'lib, u Uyg'urlarning mavjudligini bildirdi. So'zlar qo'limizda bor bo'lganni yo'q qilib bitalaydi. Yo'q bo'lganni var kılalaydı. Mesela Uygur ve Google Uygur kelimesi Google kaç köp çekilse dünyanın dikkatine şunca köp Uygur tarafı tartıdı ve kartıdı. Bunu ayrıca Uygurlarını Google Uygur diyen kelimenin orduğa Google Palestin diyen ibaret kullanmakta Uygur merkez bulduğun halkılık güç Uygur meselesiyle dünyanın canı kılıç gücü Uygur meselesiyle hemen dünya canı kılıç gücü Palestin tarafı çekten gidiyor. Kelimelerin yok buluş gücüden bir şey geldi. Şundaklar yok doğanı bakılalaydı. Kelime ve söz cümleler tefekkür kıldırdı. Kaygılandırdı. Mesela Manas deryası boyuna kaytiş degan bu kelime bizni millet bozukluğumuz bilen açık eseretlendirdi. Tolgan kurdu. Tatkuzudu. Ve tefekkür kıldırdı. Kelimeler küldürdü. Mesela Kanada parlamentinden çıkan 10 bin Uygur'da Kanada'ya aykırı kararı. Amerika parlamentinde ilan Uygur mecburi emniyetini öz çıkaran Uygurlar'a ait kararlar. Dünyadaki 10'dan artık devletler Uygurlar erkek kırmancılık uçuravatır diyen kararları. Kelimeler kızıktırdı, icap kıldırdı, bir narsalarni uyutdu. Mesela Xitay Uygur kırmancılığına yol koyulan 2016 yılda itibaren chet ellik Uygurlar xalqarалық o'lchamlar bo'yicha qanday da'vo qilish kerakligini o'rgandi. O'zgarish o'rtada Uygurlar haqida imzo to'plash, guvohlik berish, parlament a'zolariga xat yozish,
qatarlıq hareketlərdə ondan başqa Miti Uyghur, bir qadam bir avaz, ailem hayat qatarlıq hareketlərdə kelime ve söz ibarelerinin gücü dünyanın diqqətini Uyghur meselesiga çekti. Kelimeler yana gazaplandırdı. İsyan ettirdi. Mesela Bari'nin Bulcu inqilabları, Şavgan vakası, 5. yıl ölüm çıkargançılığı, bizni gazaplandırgan, ko'chalar töktirgan, BDT musafirlar mahkamasidan ishini chektirgan, chet ellarga qochib chiqib Uyg'urlarning siyosiy taqdiriga oid yangi yo'l izlashimizga sabab bo'lgan edi. Hatto kelimeler bir millatning taqdirini o'zgartirdi masalan, Yalta yig'inida chiqqan qaror Uyg'ur millatining umidini yo'q qilib, bizni Xitoyga bog'liq bir mustamlika qilib qo'ygan edi. Yalta yig'inida Roosevelt, Churchill va Stalin qatorliq 3 kishining og'zidan chiqqan kelimeler Uyg'urlarning emas, balki dünyanın taqdirini o'zgartirgan edi. Hatto kelimeler jang e'lon qilindi. 1863-yilda qurilgan Ilis sultonligidan mingga yaqin askari bilan panohlangan qozoqlarning raisi Tazabek Tören'i Çarosya özürlüğü ötküzüp berish talab oldu. Ötküzüp vermemiz degan bir kelimenin tügben teşidek iğir vezni ve gücü bilen Çarosya Ilis sultanlığına jang e'lon qilindi. Yeni kurulgan Ilis sultanlığından ibaret bir Uyghur dövleti mağlup oldu. Söyleyen Pınar'ın boylayan Pınar'dan yaptık biz. Aşık Pınar'ın boyladınız mı? Fakat lan rahbilasyon kalmak için ölüm hüküm kılıngan. Çetelerde Uygurların üzerine cengcilerle sevip kilovatma kelimelerine küçüğü akıl sözler altından Uygur kelimesinin küçüğü akıl sözler kilovatıp sizlerge çetellerdeki Uygurların üzerine cengcilerle sevip kilovatma kelimeler kıtlıklarından Şarkı Türkistan mı, Uyguristan mı, Şincan mı, kurallık güreş mi, autonomiya mı, müstakillik mı, kişilik hukuk, sınır davası, indigenous people, sürgünlük hükümet, Uygur hareketi kılalmaydı, onun imza, cihad, Suriye, Karıçumber, Palestin, Hamas, İsrail, bu kelimeler içinde sürgünlük hükümet bilen indigenous people kelimesi intayın meşhur olup yakında bu vaktiki cemiyetlerle asasen dünyadaki çetelerdeki diasporadaki Uygurların özereciler macerası ilişki bölüş, Xitay'a karşı olan güçümüzü parçalaş rollerini oynak geldi. Hem de
Kelimelerin tasavvur gücü birinci, markalaştırılgan kalpak kelimeler. Oncarlık milletçi, Şujoncuğu çetki bağlangan unsur Pumiçi, Pan-Türkis, Pan-İslam, Kavakçı, Yavayi, terörçi, dini esebi, koçun ötken çeşkanı ur kılış, asmandı torgen kapkan, üşkal güç, milli bölgençi, kanunsuz dini faaliyet, devletten birliğin parçalaş korungoçu, 220 çıkardır. Bu kelimeler 1949 yılında Xitay hakimiyeti Uygur zamanının isvallarından buyan Uygur halkının kardeş için kullanılan kelimeler bulup Xitay zamanı içindeki Uygur bulmagan her kandak bir millet bu kelimeleri işitken zaman bu sözlerimizin Uygurlar üstüz bulup atkalığını istiladaydı. Şundakla bu selbi kelimeler xuddi Somali gönüllerine selbi söz bilen Somali gönüllerimiz selbi söz bilen to'g'rilatganda yüz bergen şekilde Uygurların ruhi dünyası akıllı yüzüge tepçiydi. Bu kelimelerin güçlü arkalık 80 yılga yakın vakitte Xitay hakimiyeti Uygurlarını kontrol kılıp geldi. Şundaklar dünyaya Uygur diyen bir milletten nahit korkunçluk, yavayi, marifsiz, radikal millet ikenligini bildirip eğer Uygurlarını özleri kontrol kılıp durmayıcı rayıtta dünyaya balay afet bulduğalıbından ibaret teşvikatını nahitti vapır geldi. Mağdurup geldi. Kelimelerin tasavvur gücü ikinci. Uygur kimliğindeki mahiyet kelimeler. Çimen doppa, tumak, atlas, mukam, küpek yolu, tuttar, tambur, satar, tap, Uygur usulü, tekli makam, langman, polo, ayıl tuzluk, kök bayrak, un, Oğuzhan, Atilla, Köktürk, Türk, Handalığı, Koca Uygur Handalığı, Karhalla Sulalsı, Yaken Uygur Handalığı, Ahmetcan Kasimi, Karpurun, Temirtağ, Pamir, İle Deryası ve yanım nurgulayan kelimeler, məlum zoravan hükümranlıqla tərbiyeden, məlum siyasi məqsəd üçün qalpaqlaşdırılmayan sap əsli mənadaki kelimeler bulup, Uygurların əsli mahiyetini, hayat yaşayacağını, Nemler kıskanmalığını, medeniyeti, Kurban saltanatı handallıklarını ifadelep, Uygurların ruhunu üstürüp xuddi Somali gönülleri çaylık söz bilen donatılganda, güzel tüskü kelgende, Uygurlar çekiminde tebessüm beylakıp geldi. Kelimelerin tasavvur güçlü üçüncü cezalı bir kelimeleri. Yolvas orunduk, kızıl nakşa, elektroluk toksim, yüz tunuş teknikisi, kurallık harbi sakçı, taksimot yer, noman, şov görüş, koyuz davakşen, koşmak tukan, kamır, ismi bilen emes, nomur bilen çakırılış, kıyı kıstak, içiniş avazlı, elektroluk toppa, elektroluk belay, elektroluk kaltek, balı çürüş operasyası, 18 yaş kızdan azıp toktap ketiş, naməlum doğru işçiş. Kelimelerin tasavvur gücü, dördüncü, namayiş kelimeleri. Düşüncelerimiz, his duygularımız, hareketlerimiz, karakterimiz, takdirimizi şekillendirdi. Çetelerde ilip bir vatkan namayişler ve namayiş katlaşvatkan hem katlaşmayvatkan kişilerin karakteri malmaşırlak şekillengen. Uygur milletinin takdirimi hem şu karakterlerinin mahiyetini çözdüğünde asısda Uygur milletinin takdirimi hem şu karakterlerinin mahiyetini çözdüğünde asısda biçilip çıkıldı. Kanxol Xitay kırgınçılığını toxtat, Google Uygur, Uygurlar erkinlik, Xitay ailem kıyardı, faşist Xitay, terörist Xitay degan şuarlar ve ağzımızdan Uygurlar çıkan her bir sada dünyanın nazarına Uygur meselesi kartıldı. Bunun eksice biz Palestin erkinlik, terörist İsrail ve başka şuarlarını doğrulma vaxtımızda Uygurlar kartılatma güçlü Palestin'e aldırıp beygen buluruz. Mesela Kanxol Xitay kırgınçılığını toxtat degan bu kelime mahiyette Xitay'ın intay biyaran kılgan bir kelime bulup, Xitay karta dolangan her bir namayiş kelimesine güçüge sel varmam. Xitay bu kelimenin kullanılan namayişçiler koşunu adam sanının az köplüğü karta
özünün Uyghur strategiyasini belirlep çıkdı. Şunu bilmemiz gerek ki her bir hükümran üçün öz hakimiyeti karta itilgan yumğaq süçteli kelimemi onu bir aram kılıdı. Vehimge salıdı. Kumanlandırdı. Hükümranlığının naşıp kılışının ensleşip psikisi şekillendirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın öz oğlu Mustafa'nı boğup öldürüş vesvesesiyle Mustafa'nı boğup öldürüş vesvesesiyle başlatmadan den moşu vehim idi. Şuna Uygurlar için namayış ve namayış kelimeleri intayı mühim bulup, namayış bizge eşkim yardım kabahat ahval aslıdımı vicdanımızın bizne koçular söyleyip çıkışını ibaret. Neticede fakat vicdanlık milletlerine vatan kurmalaydı. Mevlana kelimelerini güçlü hakkını toplup şundak deydi. Kelimelerini yükselt avazını emez. Yağmurdur çiçeklerini üstügen güldürmem emez. Bir millet ilgilerinin millet bozuştu bilen öz-özü sözlügen sözleri ve kelimeleri intayım oyun. Hem de benim 5 minut vaktim kaptı. Kimki kelimelerini küçük söyleyemem. Kelimelerin tasarruf küçük 5. yıl. Lev Tolstoy'un Anna Karenası. Meşhur Rus yazgıcısı Lev Tolstoy'un kelimelerini küçük bilen yaratılgan Anna Karena obrazının reallık mevcut bulungan bir hiyali obraz ikeniyle ahırda yazgıcı Lev Tolstoy özünü şenmeye kalan. Anna Karena'nın poezini astığı özünü taşlaydıran kurlap kelgende Lev Tolstoy'un kalemini taşlar. Anna, toxta, poez o zaman atmadan yürüp öyle çıkıp ketkenligi hikaye kılındı. Bana bu kelimeni güçlü payda kılgan təsirat. Biz bu vatan obrazını kelimelerimizin güçlü bilen kalbimizde şundak çalandıraydı ki vatanın beşik gün düşkende ah vatan deyince üyümüzde çeşen çıkıp gitilgan adet kikilikti. Her vakit işimizden kalbimizde geldiğin sadağa işinişimiz lazım. Çünkü bu sada hiçbir zaman bizge algan söylemeydi deydi. Yazıcı deydi Tolstoy. Ama farklı şey, bir minut fikirleydi. Kelimelerin tasavvur gücü 6. Zikirinin gücü. Zikir mahiyet cihette Kur'an'ın yeni bir atılışı. Zikir Kur'an kelimelerinin gücü. Zikir kelimelerinin gücü insan ruhiyeti bilen birleştirilip xuddi suyqaş qo'yilgandek yoki so'rilgandek so'rilgan vaqtida hech qanday bir kuch mag'lub qilolmaydigan ro'y ustunlikka erishadi. Xitoy turmalarida yetilayotgan Uyg'ur qahramonlari mana shu zikrdagi kalimalarning kuchi bilan Xitoydan iborat bu taqdasiz zolimga pisand qilmay yashayotdi. 5-iyul avgust inqilobining qahramon sherigi 23 yoshli oddiy xalq abdirishning o'lim maydonidagi xuddi hech ish bo'lmagandek tamkin oldi. Xitoyning qilchi maslikdagi turishi kalima shahodatlarini va zikrning kuchidan kelgan. Duo kalimalarining kuchi shundoqla jahliga kelish, namoz va duo kalimalarining kuchi orqali tilaklarni reallikqa aylantirish, kalimalarning kuchi va zikr haqida namoz va duo kalimalarning kuchi orqali tilaklarni reallikqa aylantirishdan iborat bo'lib, kalimalarning kuchi va zikr haqida to'xtalganda uning nihoyatda cho'nqur va ayrim kam bir tiyin ekanligi bo'lganligini hammamiz his qilib turibmiz. Xotima. Biz bu bir qozon suqashni oldi bilan bolalarimiz beram degan slayd serin mavjudini qisqartib ketdim. Eng oxirgisi xotima. Biz bu Uyg'ur kalimasini bir og'amchi deb tushunaylik. Va bu og'amchini Uyg'ur deb tortaylik. Neticada Uyg'ur kalimasining sekretish orqali dunyoning birlashgan davlatlar tashkilotining, Yevropa birligining, hatto istiqlolatgan musulmon qarindoshlarimizni, turkiy millatlarning va butun dunyoning Uyg'ur degan bu kalimani atrofida to'playlik. Google Uyg'ur kalimasini Uyg'urlar mavjudligining yurigi deb tushunaylik. Bu Google Uyg'ur deb. Hakikaten avazını bilen sağlık sağlamak isterim tüyüp alanım için güzel bir hoşlanma.
Gülşen Abdülkadir Hanım'dan Fırlatı leksiyası için köpten köprüler. Hakikaten bu tırnın küçü intayı zor. Eğer tırnağımız üründe kişilik edersek o koruk gibi oluşturduğu halkı korumdaki rolünü alır. Burada tırnın küçü hakkında toplama onun da erken kayıp olan bir şeyden dahil ama tırnın dolarının küçü hakkında toplulukuz. Onun da böylece erken kayıp kendimizge Yılmaz Abdülkadir Han'ın Amerika dolarının varlık gelişi, küçülüşü, tesiri ve hainliği hakkında siyasete yapıyorduk. Yılmaz Abdülkadir Han'ın hazır kimseye çıkan kısa şunas, bunun Dünya Bankası kadarlık, bunun bu muamele organlarını işleyen, bunun projekt, bu muamele politikleri başvuruyor. Yılmaz Abdülkadir Han'ın sergileri önemli. Biraz okumuş geldim. Hazır bu bizden çıktım. 43 yıl işlettim. Amerika'da doktorluk isteyen bir kelime 31 yıl işlettim. Sosyal, yine ekonomi, siyasi, iktisat başvuruş, halkara, soda, maliye başkanlısı degenler. Dünya Bankası ve başka dünyada belki kılalayalım maliye enstitüleri işinin dörbesine. İşte hatta vaktinde buna versiyelendiriş, sözleş, ben yıkılan desek oldu çünkü benim işlevatkan kesbim, şunda kaydı tüzümleri çok zor. Andın talepleri yuqur, sırtı yapılış için nurgun ruhsatlarını alırsak lesiye bir işki mümkün emesine. Çünkü düzenlemi lesiye bir işlerine katlaştırış kalıdır katman. Yani burada bize çıkanınızı sonra bize yazıştığı, sözleştiği hem de başlayalım.
Bugün sizlerden temirimiz Amerika dolarındaki varlık gelişi, küçülüşü ve bunun testleri ve kaydı çözümleri degan. Bunu buldu birisi, buldu birinci ayda talep kılıp adam şu sözler paylaşan bulsunuz bu adamlar düşermeydi. Şu hafta da bulduğumuz renkler vardı. Ben erken bayağı bunu sizler falan dedi. İşte ondan bunu ilk aldım. Aldı bilen şu $10 ki kısa tarihini üzerine düşündürdük dedi. Bununki bir netice devrini yüz aldı geldiğinde saatini başla koyayım. Bunlar birinciden müstemliklerde pul çıkargan. Andın çoğun kurukluk meclisi. Bunun da bir ayrım dolar çıkargan. Anadın ki kendi pulu kanuni. Vaxtıda bir kendi pulu asaslık boğan. Bular hemisi pul bahalaşıp ve birlikte bulmak pulunki ahılışıp kalan, dostap kalan. Dördüncü basmış gelen çağda hoş metal pulu ve altın standartı ölçümüsü de doların kıymetini altınға, fizikal altınға ya gümüşke kaçlıkligini nem kılardı. Veya bir sınıf kapma bağlangandı. Bunun da mesela $1 kaçlık gümüş oldu, $10 kaçlık altın oldu diyenlerden. Şu devrede 1772 yıldan başlayıp official 1900 yılıga 1971 yılıga kadar Amerika dollası işte physical altınga bağlanıp kelgen kıymetligi. Amerika'nın ki şu işki dünya uruşida 1861 yıllarda vaqtincha altın bilen bağlanışını to'xtatib qo'yib turib o'zi qog'oz pul chiqargan. Lekin bu qog'oz pul shu birligi bo'lmay pullar baholashib bu pulni oxiri o'lib qaytadan urushdan keyin yana oltinga bog'lanib olgan. Oltinchi bosqich kelgan chog'da eng muhim bosqich 1913 yilga kelgan chog'da Federatsiya Zapasi sistemisi. Bu kurulgan hazır kadar bu bulsa Amerika'nınki Merkezi Bankası. Merkezi Bankası da bütün dünyanın titretip durduğun her bir karar çıkargan çağda bu sistemisi hazır kadar devam işi vardı. Bununki asası kılgan işi pul bisip çıkışı, pulun tanışışı, puldan doların tanışışı, doların ki mutlum oluşunu saklışı, hem de pulun ki temel işini kontrol kılışı. Ben şunda işlerini kıldım. Ondan keyin şu bizdeki 1971 yıl kelgan chog'da vaqtida Nixon'un davrida, Nixon'unki davrida Nixon shuni jazolagan keyin bundan keyin bizning Amerika dollari hech qanday physical metalga ya bo'lmasa oltin yoki kumush hech qanday bog'lanmaydi. O'z oldiga pul besib chiqib izlab shu vaqtida degan qog'oz pullarni besib chiqib bunda $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100, 1 sent, 5 tiyin, 10 tiyin, 25 tiyin, 50 tiyin, $1 degan bir töbe pullarni besib chiqib bularning ustida Amerika'nınki meşhur adamlarınki suratli meşhur menziller, simbollarını besib hazır kadar bu bizdeki modern Amerika dollası hem bütün dünyada itiraf kılıngan ve tavsiz pul bulup hazır ayrılmalıdır. Hazır kadar, bugün kadar 3,5 trilyon Amerika dollası bütün dünyanın sol sahasında ayrılıp mihvardır. Amerika dolarının ki qanday ta'siri
Bugan dünyaya degende bununki birinciden iqtisadi kölemi hem bununki muqimligi. İqtisadi kölemi degan chog'da Amerikanınki ishlab chiqarish umumiy qimmati hozir o'rta ahvolda 3,2% yıl boyu esvatıldı. Onunki nurgulluğun okşulgan sanatı var. Hem de naydı güçlük, akıllık, emgek gücü bazası var. Bütün dünyada tenkil var. Bunlar hemisi Amerika'nın dolarının tesiri ve onunki güçlüşüge güç katıdır. İkinci de maliye bazarının çoğun kuruluğu. Maliye bazarı degen çağda Amerika'da aksiya bazarı var, Wall Street, Stock Exchange, şunun kadarlık 13 aksiya bazarı var. Boston Exchange, Chicago Exchange degen kadarlık. Ondan dünyada en çok zayıf bazarı Amerika'da. Bunlar hemisi bütün dünyadaki meblağ savcılarının özü icabı buldu. Pullar dünyadaki dolarlar hemisi Amerika'da özü yakıp gitti. Şunun yani Amerika dolarını küçültüldü. Hem de bununki tesirini çok kıldı. Hem de bununki pulunki kadar yani hareket çalığı var. Tohtak kampanya da Amerika'da kıptırdı. Üçüncüden, zapasi pul ahvali. Bütün dünyadaki merkezi bankalar, bunlarınki Amerika dolarını taşkı zapasi, periyat zapasi hakkında işte kalıdı da süpürden tutup duruş mecburiydi var. Bu Amerika dolara ihtiyacı ösülü hem de işençli ösülü Amerika doları buluş için. Şunun için bunun küçüğüydü, hem tesir gösterdi. Yok. Yani birisi petrodolar sistemi, yani petrodolar sistemi yani ne insanlar, bütün dünyada şu mal tavallarda baha koyuşta dolarını adetlendiğinde, ben olsun altın, gümüş, nefis olsun, yani açlık, konak buğday, bucak belli, bunlarınki baha koyuşta hemisi dolarda baha koyuldu. Bunun da baha koyulan çağda bu sistemi petrol sistemi ve bizimki maliye pul mahası dışında baka okudu. Bu Amerika dolarınki enerji bazasına Çin bağlanganlığından bu doların yani hacim küçültüldü hem bunun tesiri gitti bütün dünyada. Beşinci bir hatlar ahvali. Amerika bütün dünyada kaysi cayda bir iktisadi turaksızlık olsa, yani coğrafya, siyasi malumatlarımızla olup kalsa, meblağ savuncular özünün pulunu iş yerde pulunu dolar almıştır yapışıyordu. Çünkü dolarını böyle bir hatta pul tonuydu da, şuna bu andan için bu dolara ihtiyacı ösülü, bu yani küçüğüydü, hem tesiri çok oldu. Amerika'nınki pul siyaseti. Amerika'nın pul siyaseti adına bayıldık. Federasyon zapasi sisteminde sade de batayımız biz buradaki şüpheli batay. Bunlarınki pulunki ösübene tam şeydi. Hem de pul siyaseti icra kıldı. Pulun pahalılığına başvurdu. Hem de dolarınki başka pullar paranda hem ne kadar kıymetini temsil kuralıydı. Bu siyasetleri hemisi şu pulun küçüğüyle hem tesir verişine dünyada rolü var. Ondan halkara soğuda Amerika dolarını bir hükümdarlık pul deptoluydu. Müşküda tonuydu genç ama baydetmende nurgun devletler, şahsiyeler, yaki şirketler soğuduk ancağında Amerika dolarını bir vasıtası kılıp mallarını geliştirişe geçirdi. Sonra da bunu bir hükümdarlık pulda konuşmuş. Siyasi mukumluğu. Amerika'nın bir siyasi dışında bir sayılan buldu. Kolay mı siyasi özgürlükler yok. Bu Amerika'nın bir siyasi mukumluğunu Amerika dolarındaki küçük işine tesir gösterdi ve işkence veriyor.
Andın teknolojiyada yenilik beriş, rakamlık pul, rakamlık devlerde Amerika'nın aldığı minnet kurulu bundan teknolojiyada aldım satı turşumu Amerika dolarının küçüğü hem de onun tesirini dünyaya gösterdi. Hoş. Amerika dolarının dünyaya bulan tesiri. Bunun da bayağı sözler ötken, şu bir neçe amillar hem küçüğüydü Amerika dolarını hem bununla tesir gösterdi dünyaya. Burada girişte bir şey gözükmedi. Bayda öttük, pul zapası, ahvali, Yok, maliyenin ki mukumluğu, xalqara soğuda asaslık olan pulluğu dolanın ki o zaman sen tavalanın ki bahasını bekitişi diyenler. Ben üzerine şu pul muamele bazardan, maliye bazardan, şu kesipler uzun yıl işlediğimden, 30 yıl işlettim. Amerika'da doktorluk kitlegenizin bu tarafta ben çok düzenli tecrübelerim var. Bunu da maliye merkezi dolayısıyla bir maliye merkezi. Amerika'da abay ettim. Wall Street var, Amerika'daki New York Stock Exchange var. Hem de Amerika government'nin yani şu hükümetinin zayiminin naiti çoğu muhtardan çetelikler tutup durdu. Hazır Amerika'nın zayımını çetelikler tuttuğun sani 76 trilyon. Bunun işte en çok tuttuklar birincisi Japon, ikincisi Cumhur buldularda 800 milyon tutturatı hazır, ikincisi bir trilyon Amerika hükümetinin zayımlarını tutturdu. Mesela hazine zayımları deganlar har xil zayımlar var da 20-30 xil. Andan qolgan davlatlar bo'lsa, shu energiyani eksport qilgan davlatlar tutib turdi asosli Amerikani. Bu tutib turish shakli shu zapas pul shaklida ya bo'lsa o'ziniki eksportdan oshgan pullarini zayımlar hep koydu. Bunun çünkü bir xatar joyi mablag' qo'ysa. Jutmaydigan, yo'qimaydigan pullar bo'lib turdi. Ondan coğrafya siyasi ta'sirlari Amerika o'ziniki pulni qo'lga tutdi boshqa nurg'un xalqaro diplomatik yoki siyosiy maqsadlarga dollar orqali yetarli qo'lga dollarni boshqa kuchi dollarni kuchi shu yerda ko'rsatdi. Ondan bu nimalarni savdolarda xalqaro savdolarda har xil savdo jazolarini qo'ya oladi. O'ziniki puldagi dollar qo'ldagi kuchli bo'lganligidan shundoq savdo jazolarini yeb chiqa oladi, iqtidori bor shuni qilgan. Bundan başqa yana shu periodni sifatiga ta'sir yetkazadi. Chunki periodni sifati davomli tarbiylanib turadi. Uningki tarishchanligi dollarninki qimmatligiga bog'liq. Dollarning qimmatligini shu federatsiya zapasi sistemasi bular belgilaydi da har xil o'ziniki qurollar bilan. Bu boshqa davlatlarninki eksport, import qilgan raqobat kuchiga ta'sir etadi. Period nisbati o'zgargandan keyin. İqtisodiy muqimligi, bu muqimlikdan dollar zo'mgarligi deb ataymiz biz xalqaro shu savdoda. Dollar zo'mgarligi demoqchi degan chog'da buniki shu asosiy zapasi pul bo'lgan nisbatidan Amerikaninki
iqtisadni muqimlashtirish hamda o'zining siyosiy pul siyosati yoki moliya qarori orqali pulninki Amerika dollar pulininki qimmatligini ta'sir yetkazadigan uchun başka devlet şu orqali boshqa davlatlarninki privat nisbatiga ham ta'sir yetkazish uchun bular o'zining zo'mgarligini dollar zo'mgarligini qilolmaydi o'zininki maqsad uchun deb ataldi. Bundan başka Amerika'nınki doları bütün başka devletlerdeki merkezi devletlerde merkezi bankalarda tutulmuş bo'lgandan keyin Amerika'da bir iqtisodiy tushkunlik bo'lsa bütün dünyaya şu qo'ploq kasallik tabrinish rolini keltirib chiqarmaydi. Bunun da mesela 2008 Amerika'daki maliye tushkunlikda bütün dünyaya tabrinish rolga bağlı, bütün dünyada tanınan iqtisodiy tushkunlik bo'ldi. Bunu hemimiz sezdik. Amerika'da eğer bo'ldi, boshqa davlatlarda mu eğer bo'ldi. Xo'sh. Texnologiyani so'zga o'qimaya, buni qaytadan so'zlab chiqmay vaqtimiz ancha chiqamiz. Buni so'zlab olmayapmiz kerak. Qanday dollar xalqaro tarixni keltirdilar deganda bunikida bir necha yani so'zlab o'tay vaqtimiz oz bo'lganligidan 1944 yılı vaqtida texnik Amerika dollari altınga bağlanğanlıq vaqtlarida bağlanğan, ciddiğan vaqtlar. Vaqtida yeniden 2. Dünya urushi tugab, butun dunyodagi iqtisodiy vaziyatdan vaqtda Amerika bir meclisga, konferensiga bütün dünyadaki 44 dostane devletlerini geçirip ularınki bu konferansınki asasi gayi uruşdan keyin özara hemkarlashish ve xalqaro so'lik berish uchun bir ramka tuzish. Shu yerda bir Bretton Woods Agreement deb Bretton Woods kelishmasi qurgan. Bu yerda bu kelishmada bular hammasi maslahatlashib shu qarorni qilib, shu vaqtida Amerika dollarini dunyoninki zapasi pulga deb jakalagan. Shu jakalagandan keyin endi shu yig'inga qatnashganlar hammasi konferensiyaga o'zining davlatining pulini Amerikaninkiga privat nisbatini bekitgan, u privat nisbatini bekitganda gaylari Amerika puliga mixlab qo'ygan, bog'lab gaylari laylama gaylari yana boshqa shakllarda o'xshamaganda. Hamda shu yig'inda men ishlagan Dunyo bankasi qurilgan. Shu vaqtidami xalqaro pul fondisi IMF qurilgan. Shu vaqtida shu cho'ng ishlar bo'lganda bir ta'sirlik, hozir qadar tarixiy ahamiyati bor bir yig'inda. Shundan keyin bu Amerika dollarini asosiy zapas puli deb jakalaganda shu kesimda shu u Amerika dollariga bir tangdoshsiz rol paydo qilganda butun dunyo bo'yicha. Shundan keyin ham Amerika dollari borgan sari kuchayib butun dunyoga ta'sirini ko'rsatib kelyapti hozir qadar. O yig'indan keyin dollarlashtirish degan bir iqlim bo'lgan. U vaqtda nurg'un Latin Amerikadagi davlatlar ve Karibiyandagi davlatlar o'zining davlatininki pulini Amerika dollari qilgan. Unda qilganing sababi Amerika dollari oltinga bog'liq. Oltin bog'langan keyin bir qadar muqimlik oldu. Ondaki 44 davlatmi o'zininki privat nisbatini Amerika dollariga bog'langandan keyin Amerika dollari oltinga bog'langan. Shuning uchun ularninki pulimi Amerika dollari orqali oltinga bog'langan degan gapda. Shunda bular bir qur iqtisodiyatdan muqimlik oldu deb hammasi shunga ishonchi bog'lagan. Yana bir o'zga unimi tarix pul tarix keltirgan tarafi
dollar merkezi pul maliye bazarı. Bu bolsa dünyada iki pul maliye bazarı var, dollarını merkez kılan. Birisi bolsa New York şehri, Amerika'daki. Dep ötüp getdik, o yerde Wall Street var. Çoğun aksiya bazarlar var dep. O yerde bütünlay Amerika dollar bilen, Amerika dollarını çöylep iş tutudu. Yani birisi Angliya'daki London. Bu iki yarışarı pul maliye bazası merkezi asasiyet şu dollarını aylanıp dollar bilen işler yürüşüdü. Bayqı depmi ötüp getdik, bahalarını soğudularda Amerika dollar bilen baha tutudu, tavarlarda bahası Amerika dollar bilen buludu. Meyli Soğuda iki devletinin arasında olsun, ya nurgun devletler arasında olsun, Soğuda gelişmeler hemisi Amerika dolları bilen yazılıdı, meyli şahsilerinin olsun. Zapas pulu dedik, bu mu bütün dünyadaki merkezi bankalarda tutup durduğun, mecburi tutup durduğun zapas pulu olanın ki taşqı Soğuda balanslarını, tamponlıqlarını tölep tanışıp durduğun. Mavo privyat nisbetiga nima beradigan ta'sir ko'rsatadigan dollar abay dedim, dollarninki qimmati privyat nisbatininki dag'ulishiga ta'sir ko'rsatadi deb. Dollarninki qimmati qanday o'zgarib turdi desanglar, GDP o'zgarsa. Mesela Amerikaninki GDP'si yuqorilab chiqsa, tushsa yoki o'simi, pulning o'simi chiqsa, tushsa, mesela 2022 yılı 3. aydan başlap Amerika'nınki pul pahalışı bo'lib ketganligidan uni tizginlash uchun Amerika'nınki bankası da Fed pulninki o'simini chiqishga boshladi. 0.2 başlap. Hatta buldu 6. ay 7. aygacha 11 qitim chiqadi. 11 qitim chiqadi pulning o'simini. Shu vaqtida pulning o'simi 0.1%dan 5.5%ga keldi. Dünyada nurg'un pullar Amerikaga iqib kirdi, bu persentlar nim bo'lgandaganda pulninki mablag'ninki iqishi. Endi tushunigim var shu haftaning 3-dan boshlab birinchi qitim endi pulning pahalisi tuvan tushdi deb persentini tuvanga tushadi. Muşlar hammasi davoninki pulninki qimmatligiga ta'sir ko'rsatdi. Endi siyosatninki muqimligi, savdoninki tamponligi hamda dunyoda har qanday yerda bir voqea bo'lsa, muşlar hammasi Amerika dollarininki qimmatiga ta'sir etadi. Amerika dollarining qimmatiga o'ssa, tushsa, privyat nisbatiga ta'sir bo'ladi. Hükümranlık maliye. Amerika dollarsını bir hükümranlık maliye deydi. Bunun da Wall Street'ten başka, New York'taki aksiya pazarından başka yana nurgun Amerika'da maliye institutionlar var. Şuların birisi de ben işleyen uzun yıl, 23 yıl. Bunlarınki hemmisi dünyada ornu var, mevcudu var, vekillik kılalaydı. Bunlar hemisi dünyadaki pullarını, meblağlarını salalaydı. Hem dünyadaki şu pulların aylanışıga ta'sir ko'rsatadi. Pul siyaseti, Amerika'nınki pul siyaseti, bunun da şu bayı dep ötgendek pulninki qayaqqa iqishi, maliyaninki muqimligi, bu taraflarni hammasiga ta'sir ko'rsatadi. Bayıma texnologiyanı, raqamlik pullarını dep bulduk. Andın 5 minut vaqtim var ki bunun da dünyanınki pul kaydı kanunlarda azraq toxtulub ötey. Qandaq kaydı kanunları, tüzümleri bağ degen çağda birinciden bay ödep öttüm. 44. yılı kurulgan Xalqara Pul Fondu cemiyeti.
Mən öz vaxtıda doktorluq bitəgəndə bu yəqim imtahan bəgəndim. Dünya Bankı'nın imtahan bəgən, Dünya Bankı'nın aldığı uxturuş çıxıb şəyə işə kirib getdim. Bu IMF bolsa, bula asasiyyətdən dünyadakı pullarınki aylanışını tərtib silişqə məsul buludu. Həm də əza dövlətlərinki privat nisbeti sistemisini nazarat qılıdı. Anandan keyin muşu başqa bir bularınki 190 əza dövlətləri var. IMF-ninki. Şu əza dövlətlərininki qiyinçiliklər olsa, taşqı soda tərəfdə pulunu töləməydiğən, onlara yardım verirdi. Bu asasi, IMF-nin asasi məqsədi privat sistemini mükəmməlləşdiriş, muqimləşdiriş. Şunun bilən birlikdə xalqara sodani ilgari sürüş. Şu rolunu oynaydı. Ondan keyin yana qaydalardan privat nisbeti sistemimiz var. Onun da bağlanğan muqim, leylime və başquruş degan oxşamagan privat sistemlər var pul başquruşda. Capital məbləğ tizginləş, capital control. Bunun da hər bir dövlətlə öz aldıda chetdən kirgan məbləğ sağıqçılarını kontrol qıldı, tizginləydi. Həm də özünün pulununki sırtqı çıxıb ketişini tizginləydi. Ondan tambojna bajni qoydu, chetdiki eksport importliklərə. Məbləğni tizginləşdinki asasi məqsədi özünki maliyyəsini muqimlaş, birinciden, ikinciden hayankeşlik məbləğlərinki iqib çıxıb ketişini aldığını saxlaş. Baydıdıq pullarını bir-birisiga bağlaş, onu dedik, 3 minut vaxtım var ki, xalqara kelişmələr. Xalqara kelişmələrinki içində, məsələn, NAFTA degan var, CFTA, bir neçə xalqara kelişmələri var. Bunlar həmmisi pul aylandırış və soda nizamnamlarına münasibətlik belirliklərini qarar qıldığan və şula bilən mağdığan orqanlar. Yəni birisi bolsa pul yuyuş, özün xeyridarınızın kimligini bilən degan, bu bizmi şu maliyyə sayəsində çıxışlayan bolğandan yılda bizimki neçə şu lisansımız var, lisans knişkimiz pravda bir nima şu xizmətini qıldığan şunun üçün imkan verətdik da bunu yaman çın tutudu. Birisi 100 milyon dollar elib məni məbləğ salma deb gəlsə yoki şəxsi bolsun yoki bir təşkilat bolsun, bu pulun nədən gəlgənligi, qayadan kirib çıxqanlığını bunu aldıdan sürüştürmemiz gerek de. Bunu da sürüştürüb pakiz pulumu, pul yuyuş əhvalı barmı? Seninki xeridarın kim o? Şunu eniq düşünüş, tutunup yetiş bu bir çoğun belgelme ve kanunusi bu maliyyə sistemdeki. Mavi yani birisi ahırqını sözləb etey, bir minut vaxtım var ki, xalqara soda kelişmisi. International Trade Organization. Bulamı şu soda tambojna beji şularını tanışış, pulunu tanışış hem de xalqarada sodada boğan talaş tartışlarını haqqında ulan bir tərəf qilish, şu arqılıq dünyadaki xalqara sodunu ravan mağdırış, yolgu siliş, şundaq rolları var bularınki. Bular həmmisi şu xalqaranınki pul aylanmadaki tərtibləri, nizamnamları, qaysı dövlətlə Amerika dollarsığı bağlanğan deyəndə, amma tövəndəki dövlətlər həmmisi Amerika dollarsıqlarına bağlanğan, Saudi Arabia, United Arab, Hong Kong, Bahrain, Jordan, Oman,
Lebanon, Belize, Eastern Caribbean, Aruba degandek dövlətlər. Andan keyin Xitoyning puli. Xitoyning puli Amerikaga bağlanğanmı deb jiq haqlar savol so'rab ketgan. Xitoyninkida hamda ular Amerika dollarlari emas, bir sivat o'xshamagan vaqtim to'shdi, o'xshamagan pullarniga o'zining pulini tanishib olgan, uninkini bir boshquradigan bir balvoq va shuning ichida o'zining puli priviyat nisbati yuqoriga chiqib tuvan tushib turadi. Hamda ularninkini shundoq o'zlari aralashib turdi, hukumat davomli ularninki pulininki priviyat nisbatiga. Mushunchalik so'zlar, rahmat sizlarga. Tinglashapning vaqa. Gulnaz Abduqodir xonimning qimmatlik leksiyasi uchun ko'p rahmat. Hamda 15 minut ara beramiz, 15 minutdan keyin davomlashtiramiz. İkinci oturuşumuzga hoş geldinler. Bizning aramızda intayin qimmatli bir mehmonimiz var. Germaniya Bavar parlamentining muavin boshlig'i Markus Rindersbach efendim. Markus efendim bizga tuanda o'ziniki ko'ngil so'zlarini qilib berdi. Markus efendimdan keyin Abdushukur Muhammad efendim bizga Abdushukur Abdurashid efendim akamiz bizga buni tarjima qilib bermoqchi. Ko'p rahmat. Dear Mr. President Sitik, dear friends of the Uyghur Projects Foundation, honored guests, excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. As Vice President of the Bavarian State Parliament in Germany, in Munich, and a friend and supporter of the Uyghur cause for decades, I thank you for your invitation to address a very, very short greeting to you here today in this beautiful city, Istanbul. Assalamu alaikum. Ben Bavariya ştatındaki parlamentindeki muavin prezident olmalarım için sana aramlarda şayet şehir İstanbul'da olmalarım için düzenli gurur duyuyorum. I'm always very impressed by how Uyghurs around the world come together and wage a strong solidarity-based fight for freedom and justice
The diaspora is determined on all continents. Her zaman şu Uygurlarınki Düş üçün bir davamlıq bir yer kelip, muşundaq bir fəaliyyətini orlaşdırıb atqanlığının üzəmdən ki, heyvlığını öldürmən. I am from Germany. Germany has become one of the key destinations in Europe for Uyghur exiles, with the city of Munich emerging as a critical hub for Uyghur activism. The Uyghur community in Munich, while small, plays a central role in raising awareness about the atrocities in Xinjiang and advocating for the rights of Uyghurs worldwide. The German government, while initially hesitant to publicly condemn China actions due to economic ties with Chinese companies operating in Xinjiang, has gradually become more vocal about the human rights violence against the Uyghurs. Ben özüm Germaniyanın Münih şehri olsa, muş Uygurlarınki diasporasındaki mühim olan Münih, muş Uygur hareketinde mühim orunda durdu. Gerçi Münih'teki cemaati küçük olsa mı, ulanınki muş Uygurlarınki vaziyeti hakkında kılınan hizmetleri dünya boyunca şular muş Uygurlarga dikkatini tartıştı. Naydı mühim rol oynaydı. Germaniya hükümeti gerçi iktisadi bağlanış tüpelini Xitayga bo'lgan dastlabda bek adilliklar turga chiqqan bo'lsa-mu, ammo bag'ansiri mush navbatdagi Uyg'ur inson haqlariga elib berilayotgan zo'rlik haqida bag'ansiri chiqishga boshladi. My city, Munich, has become a vibrant center of Uyghur culture and resistance. Uyghur organizations in the city work tirelessly to document human rights abuses, provide support to asylum seekers, and raise international awareness. The work done by these groups is not only about survival, it is about the preservation of a culture and people targeted for erasure. Bu Münih şehri olsa, şu Uygurlarınki medeni ve karşılık hareketlerinki Uygur cemiyetleri toplaşkan bir şehir. Bu şehirde biz toxtamasdan şu Uygurlarınki gelip berilayotgan zor avallık hakkında muşununki nimisini materyalini toplaşta, onun keyinden şu Uygurlarınki pandalıq işlerini qo'llashda naiti yaxshi xizmatlarni qilyapmiz, ham xalqaroning diqqatini tortishyapmiz. Hamda Uyg'urlarninki shu madaniy jihatdagi qo'llash va ularninki ularga olib berilayotgan shu zo'ravonlik harakatini yo'q qilishga tirishyapmiz deydi. But of course, Minister President, the United States are one of the most vocal critics of China's policies in Xinjiang, with the US government designating China's actions against Uyghurs as genocide in 2021. This stance has provided Uyghur exiles in the US with strong political support, and the US has become a key base for Uyghur activism. The Uyghur population in the United States is relatively small, but Uyghur organizations in the US have played a significant role in shaping international discourse on the issue. Endi biz Amerika Qo'shma Shtatlariga keladigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari shu Xitoyninki Sharq Turkistonda olib berilayotgan zo'ravonlik qilmishlariga eng qattiq tanqid qilayotgan davlatlarning birisi ham shunday. Amerika hukumati shu Uyg'urlarga olib berilayotgan qilmishlarini 2021-yili irqiy qirg'inchilik deb qabul qildi. Uyg'urlarni Amerikadagi Uyg'urlarga olib qaratilgan kuchlik qo'llash bu Uyg'ur shu navbatdagi vaziyatiga nisbatan muhim rol o'ynadi. Undan keyin garchi Uyg'ur jamoati kichik bo'lgan bo'lsa-mu, Amerikadagi ularni aktiv xizmat qilish orqali shu xalqarodagi Uyg'ur vaziyatiga bo'lgan ko'z qarashga muhim rol o'ynab kelyapti. While Uyghurs in exile are often safer from direct persecution than those in Xinjiang, obviously they face a number of challenges.
Many Uyghurs in exile report being arrested by Chinese authorities or their agents. This includes threats to their families back in Xinjiang, attempts to monitor their activities abroad, and pressure to remain silent about the experiences. The Chinese government has implemented a global strategy of intimidation. Endi navbatdagi Uyg'urlar duch kelayotgan masalalarga qaraydigan bo'lsak, bular bir qancha narsalarni o'z ichiga oldi. Birisi shu digital qilgan shu Uyg'urlarga olib berilayotgan kuzatish va ularga zo'ravonlik yoki zo'ravonlik qilib berish. Bu chet elda yashayotgan Uyg'urlar mayli hukumat tarafdan bevosita bo'lsin yoki ularning o'zlarining odamlari orqali oilasi vatandagi oilasini ahvolning yuz berishini tahdid qilib turib, ularni davomli kuzatishga va ularni qo'rqitishga, ularni ovozini chiqarmaslikqa tirishchilik ko'rsatadi. Uyghur refugees often face challenges in obtaining legal status in their host countries, particularly in regions with less robust asylum systems. Economic difficulties, including unemployment and difficulty integrating into local labor markets, are also common. And in recent years, China has extended its repression beyond its borders, exerting pressure on governments around the world to deport Uyghurs back to China, where they face the threat of disappearance and indefinite detention. Countries like Egypt, Kazakhstan, and even Tajikistan have been implicated in such deportations. Uyg'urlarninki duch kelayotgan masalalarning yana birisi shu qonuniy va iqtisodiy jihatdagi qiyinchilik deydi. Masalan, Uyg'ur panohlik tiluvchilar bir qism davlatlarda qiyinchiliklarga duch kelib, ular qonuniy jihatdan e'tirof qilishga erishamaslik, undan keyindan iqtisodiy jihatdan qiyinchiliklarga yo'l qo'yish, masalan, ish topolmaslik yoki bo'lmasa o'zining iqtisodiy ahvoliga kafolatlik qilmaslik ahvollarga duch kelyapti deydi. Undan keyin yaqinqi yillardan beri Xitoylar o'zining zo'ravonlik qilmishlarini chegaraning sirtiga kengaytib, bir qism ojiz bo'lgan davlatlarga besim ishlatish orqali Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishga majburlash yoki bo'lmasa ularni yo'q qilib etish yoki bo'lmasa uzun muddatli turmush solash ishlariga besim qiladi. Buning ichida masalan Misr, Qozog'iston va Tojikiston qatorliq davlatlardagi bo'lib o'tgan ishlar buning amaliy misoli bo'la oladi. The international community has a moral responsibility to hold China accountable for its actions and to offer refuge and support to those fleeing oppression. It is our duty to ensure that the voices of the Uyghurs are heard, their rights protected, and their culture preserved. The world must act not only in words but in concrete deeds to bring an end to this grave injustice. Dünya cəmiyyətininki şu Uyğurlarga elib berilayotgan zo'ravonlikqa qarshi Xitoydan so'rash majburiyati va ham shundaqla shu zo'ravonlik tufaylidan qochib chiqqan panohlik tilaguvchilarga yordam qilish va ularningki qonun huquqini qo'g'dash majburiyati bor deydi. Bu yerda bizningki majburiyatimiz, bizning demoqchi bo'lgan hamda shu Germaniya hukumati yoki Bavariya hukumatiningki bizningki majburiyatimiz shuki, shu Uyg'urlarning ovozi xalqaroda anglanishi, ularning qonun huquqi qo'g'dilishi, shundaqla dunyo shu Uyg'urlarning haqqini, huquqini qo'g'dash uchun amaliy harakat qilishini biz talab qilamiz. Today I stand before you with immense gratitude and admiration for the incredible work of the Uyghur Projects Foundation. The organization has shown unwavering dedication in its mission to shed light on the struggles of the Uyghur people and to advocate for their rights and culture and dignity in a world that too often turns a blind eye. Men bugun shu munosabat bilan Uyg'ur Project fondiga bo'lgan rahmatimni bildiraman. Bu organ shu navbatdagi Uyg'urlarningki kurishiga o'zininki yordamini hech qachon to'xtatib qo'ymadi. Ham shundaqla Uyg'urlarningki haq huquqini qo'g'dash, madaniyatini qo'g'dash, Uyg'urlarningki g'ururini asliga keltirish uchun nurg'un xizmatlarni qilyapti.
I would especially like to extend my deepest thanks to the Foundation's president, Mr. Erkin Siddiq. Your tireless efforts, your courage, and your commitment to justice have made a profound impact not only to the Uyghur community, but on all those who believe in human rights and freedom. You have inspired countless individuals with your leadership, and your work serves as a powerful reminder that we must continue to fight for those whose voices are silenced. You have provided a platform for Uyghur voices to be heard, for stories to be told, and for the truth to be shared. And for that, we are truly grateful. Ben bu münasebet bilen yana bir qatam Erkin Sıdık efendimge özlemdenki rahmetimni bildirmen. Erkin Sıdık efendim şu Uygurlarning navbatdagi vaziyatini dunyoga anglatish, ovozsizlarning ovozi bo'lish, Uygurlarning madaniyatini qo'g'dash jihatlarda nurg'un xizmatlarni qilyapti. Mana bugünkidek shunday faoliyatlarni o'rinlashtirish orqali navbatdagi vaziyatni keng jamoatchilik tunishtirish, texnik ko'p xizmat qilishga rag'batlantirish ishlarini qilyapti. Yalnız bu qilayotgan xizmatlari Uyg'ur Project fondining doirasida emas, yana boshqa hatto texnik keng doiradagi insonlarningki shu inson huquqlariga bo'lgan zo'ravonlik qilmishlarininki to'xtatilishi qatorliq ishlarga nurg'un xizmatlarni qilyapti. Bu munosabat bilan men Erkin Sıdık efendimga yana bir Together, we will continue to strive for justice, equality, and the freedom of all Uyghur people. Thank you, Mr. President, Mr. Siddiq. Thank you all. Thank you to the Uyghur Projects Foundation for your remarkable work. We stand with you, and we will continue to support your efforts until the day when all Uyghurs can live in peace, freedom, and dignity. Biz endi shundaq faoliyatlar orqali Uyg'urlarning davosini texnik keng doirada tashviq qilishimiz biz sizlar bilan birga xizmatlarni to'xtatamiz. Thank you very much. Magnus efendimning qimmatlik nutqi uchun ko'p rahmat. Shundaqla Abdushukur efendimninki tarjimasi uchunmi ko'p rahmat. Yana birga Magnus efendimning Uyg'urlarninki haqqoniy kurashini tavranmay qo'llab kelganlik uchun ko'p rahmat. Endi leksiya so'zlaguvchilar tugadi tushdan burungi faoliyatda. Ammo bizningki Avstraliyadan kelgan Salima Kamal xonimninki bir qisqacha ko'ngil so'zi va o'zininki yozgan kitob haqidagi bir tushuntirishi bor. Undan keyin savol-javob qismiga o'tamiz. Salima apay, sahnaga marhamat. Assalomu hammanglarga. Hammanglarni ko'rib, Turkiyada ikkinchi qitim ko'rgan inlarimiz, singillarimiz, hammanglarga rahmat. Men bu yil leksiya berish nemisida yo'qdim. Endi Uyg'ur Chapayev kiyim degan kitobni hammanglar bildinglar, birinchi nashrdan chiqqan. Shu kitobni ikkinchi qitim Teklimakan nashriyati Uyghur Project fondining yordam bilan ikkinchi nashr qilindi. Shu munosabat bilan bir ozroq tushuncha berib qo'yish fursatini berganga sizlarga rahmat. Erkin. Men Şinjan Gazetede 32 yıl işledim. O jarayonda Janub Şimal Altay Çöçek'ten tatib Xotan Qashqar Keriyaniya kezib жүріп muxbirlik qilgan bo'lg'achqa Uyg'urning ahvolini balkim xil odamlardan bakrak tushunishim mumkin. Ammo bu qitimqi kitobimning texmo bir
qimmat shu yerdagi 20 yil saqlagan bir maxfiyatlik bu kitap. 20 yil saqlagan. Nemishga? Chunki o kitobdagi ismi elingan odamlarning hayoti tahdid ostida qolmasin deb o'qib bo'lganlar kitobni balkim bildinglar. Chegirdan nihoyat tashda qo'qib shirib o'tkazgan qo'lyozmalardan tortib hamma narsani kitobga kirgizdim. Hadig'im chiqdi. U kishi kitobimdagi mashhur birinchi shaxs vafot bo'lib ketganligi uchun 20 yildan keyin e'lon qildim. Afsus, kitobimni vatandan chiqargan bo'lsam, shu qahramonimizning beshiga o'zim bir borgan bo'lsam, xayr, amal yo'q. Endi bu kitobdagi odam bizning milliy armiya sepida nihoyat botirlik ko'rsatgan odam ekan. Bir kuni uyim Şinjan'da şöyle içinde çıkıp gidiyorsam bir ayol chaqirdi. Bir qahramon odam bor, unutilib ketyapti-da. Uning bolasi bor, chet elda qahramon, uni hech kim bilmayapti-da. Sizga ishinib keldim, shuni bir siz shu kishini bir yo'qlamasangiz bo'lmaydi, 90 ga kirib qoldi deb. Adresini ilib bordim, birinchi qitim ko'rishdim, nihoyat afsuslandim. Ishonmadi. Shunchaki kechgacha taqib ostida bo'lgandan keyin tuzuk ochiqchilik ochmadi. Yenimda Rayla bor, bizniki Shvetsiyadagi Rayla singlim bor. Axir o kuni amalsiz ketib, ardın 2 yil o'tgach yana izlab bordim. Shu chaqda men ishinib, qo'lyozmalarini o'zi turmada 17 yil yotgan vaqtida ochliqdan o'lib ketgan, doktori yo'q o'lib ketgan bir bolasi va uyda qiynalayotgan bolalarning birisini aketgan ishlab aka. Shu bolasining rasmini qo'limda tutqizib, nihoyat ochiq bilan u dunyo bu dunyolik sana emanet. Balamni topsa, anang maddadan deysa, anlasam balam qattiq qahramon bir bola bo'libdi chet elda. Mening misolimni yetkazib, meni sana topshirdim. Ammo buni G'uljada ochmaysa, Urumchida ochmaysa, chet elga berib ochsang, andikin qila olaysa bu ishni deb topshirgan. 20 yildan keyin shu bola bilan ko'rishdim. Atasining armonini o'rinladim, Xudoning oldida bergan va'damni o'rinladim. Garchi u jihatdan azroq xotirjam bo'lgan bo'lsam-mu, afsus, Abay deganimdek, nihoyatmi qahramon odam, nihoyatmi og'ir kunlarni ko'rib, oxirida armon bilan u dunyoga ketdi. Kitobim shu, uning kitobining birinchi mazmuni, ikkinchi mazmuni Shayxo so'qishida komissar bo'lgan odam bilan ko'rishdim. U odamning texmi 700 necha jangchi o'lsa ko'madiganqa imkon yo'q, qarab tursak qog'ozlar yeb ketyapti deydi. Saqlab ketgan katta qog'ini terib akanimizni sanasak 711, ularga birdan go'rkolashqa yoki namozini tushirishga amal yo'q. 4-5 metrlik chunqurlikni ko'lab tashlab üstüge topin tashlagan biz. Şunun qabrisini qatirib qo'yay desam, 10 yil bo'ldi tasdiq olamadim deb bir hikoya qolgan eslar ko'rsanglar bo'ldi. O qabrni keyin bir o'qituvchi bilan bir boy kishi o'lib ketgandan keyin qatirib bo'ldi. Qatirdi, rasmlar bor, menda uni oldirdim, kitobga kirgizdim. Ammo yaqinda bir skeptika o qabrni tibtiz qilatdi deydi. Shunchalik içindim ve shunchalik o'zimdan memnun bo'ldim. O qabrlarning hamma shakli kitobimda bor. Endi undan boshqa yana bir muncha mazmunlar bor. Bir o'lib ketgan qotil qizning qabrisini 14 yil izlagan bir rassom bir kuni meni izlab keldi. Mana urushda 16 yoshli bir qiz o'lib ketibdiki, ota-onamni anglagandim, rasmini sizlay desam, foto surat yo'qka, rassomning qoidasi bo'yicha 100 kiptini bo'lsin to'g'ri chiqarishim kerakdi. Shuning uchun 14 yil izladim, to'ymi qilmadim. Axir bir qozoq kishining yordami bilan topdim. Mana bu suratni sizga beray, sizga bo'lsin deb o'zining ahvolini uni kirgizib qo'ydim. Qaranglar, bizning odamdan bir yosh rassomning aqidasini biz ular qaraganda hech nima qilmadi. Shuna o'xshash Janubiy Shinjongda bo'lgan kurashlarda qahramonlik ko'rsatgan Abduniyaz Kamolni hammanglar bilasizlar. U kishining hayotini o'rganib menga bir qattiq ta'sir qildi. Chunki boshliqlarning ba'zilari choy ichib o'tirib yumshoq ko'pida yashab o'lganlar bor. Jangda o'lgani haqiqiy qahramon. Abduniyaz Kamol jangda titib o'rislar. Shuning uchun uni kirgizdim. Chunki uni kirgizishimning u tarafi bor, yana birisi janub bilan shimolning o'xshash qahramon odamlar bor. Kitobimda ikkisi bir yerda turishi kerak. Oxirida miltiq bilan emas, qalam bilan o'zini yezib ko'nglini Uyg'urning sadosini ifodalagan Malika Ziyovuddinning qandoq fojialik o'ldirilganligi madaniyat inqilobida. Demak,
Miltiqmi düşman, qalammi düşman Xitoyga. Mustaq bir narsalar. Ha, kitobimning qisqacha mazmuni shu qolgan. Endi yana bir narsani deb bersam, sizlarga shunda erkin azodi ishlarni qilib ziyorat qildingmi deb qolmanglar. Birinchi qitim shu Chapayev nomini ag'a odamning uyiga, shu cho'ng odamning uyiga borganimda aqamga saqchi kirib oldi. Bu kitobimda tafsil yozdim. Saqchi kirib olganni u odam tuydi, olibla menga bir qarab qo'ydi, meni u odamning uyidan aketdi. G'ulsharning ichida uyim bor, uyimning adresini deb bermadim, mendan so'ramadi. O'ttil ashardan kelgan bit uyimni oldiga tashlab qo'ydi. Demak, shuncha materialni ko'tarib mangacha men pek ansirdim. İkinci qitim Şeyh Soquşur komissar bu adamning uyidimi, endi bir kitobni chiqarib o'zini yozgan kitobga imzo qo'yib beray deb bir odam assalomu alaykum deb kirdi. U odamni bir olib to'xtab qoldi. Bizning mashhurlarimiz qalam egilarimiz Yalqin Ro'zi va uning o'xshash Abduqodir Jaloliddin, tabiiy fanlar sohasidagi Xalmurat Qo'pur, Toshpo'lat bularni yo'qotdi. Ammo onda qeyrib yaşı bir yerga borgan odamlarmi toki 2005 yil ayrildim vatandan shuninggacha taqib ostidagi. Bu bir endi bir men kuchlik deydi, yana birini deydi, bunga bir javob topolmadim men. Bunchalar Uyg'urdan qo'rqidi ekan undaq odam. Uyg'urdan qo'rqidi, Uyg'urdan ansiraydi, bu vaqtda ishmaydi. Shuninggacha ular o'zlarini dir-dir titrab yashapti bizning mashhurlarimiz. Ularni deyishimning maqsadi o'z tarixini bilmagan xalqni bo'lsangiz ish o'xshaydi deydigan gap bor ekan Yevropaliklarda. Hammalardan o'tinaman, tariximizni yaxshi o'rganinglar, bizning qahramonlarimizni unutib qolmanglar. Hamon bir kuni sizlar, yoshlar, cho'nglar ketadi. Yoshlar sizlarga qoldi. Osh qahramonlarimizning ruhi sizlarni bir silkindirsin degan armon bilan sizlarga kitobimni taqdim qilmay, rahmat. Salima apayning so'zlariga ko'pdan ko'p rahmat. Salima apamizningki kitobi setilmoqchi. Uningki pulisi Uyg'ur Project fondiga iona qilinadi. Shunga qo'llashni xohlaganlar setib olsanglar bo'ldi. Undan boshqa kitoblar haqsiz sovg'a qilinadi. Ilib olsanglar bo'ldi. Endi biz oldingi 3 leksiya so'zlaguvchini sahnaga taklif qilamiz. Gulshan Abduqodir xonim, Gulnaz Abduqodir xonim, Magnus efendim. Sahneye merhamet. Gülşen adam yok mu? Kol gider. Gülşen adam chiqib ketgan o'xshaydi. Kep bo'g'icha. Magnus efendim bilan Gulnaz Abduqodir xonimdan so'raydigan savollarni so'rg'ashtiraylik. Savolinglar bala qo'l ko'tarsanglar mikrofon qilishinglarga boradi. Agar mehmonga savolinglar bo'lsa, masalan, Uyg'urcha so'rasanglar, men germancha tarjima qilib berdiganga o'tirg'a chiqib qoldim. Gulshan keldi. Başqalardan savol gap bo'yicha men Gulnaz Abduqodir xonimdan bir savol so'ray. Gulshandan yerine bo'yicha. Hozir xalqaro munosabatda Xitoy, Rossiya qatorli davlatlarning boshchiligidagi birikiz Amerika dollariga xirsab kelyapti. Amerika dollarining ishlatilishini tashlab, buning o'rniga biz o'zimizning pulni ishlatamiz degan sado bilan o'tirg'i chiqib faoliyat qilayotgani bir qancha yil bo'ldi. Balki bir qancha 10 yil bo'ldi.
Sizningcha bularninki Amerika dollarini tamamen pirovotdan chiqarib o'tib o'zining pulisi bilan tijorat qilish imkoniyati bormi? Bular Amerika dollarining hukmronlik o'rniga qanchalik xiris kelalaydi yoki kelyapti? Rahmat. Ya, o'zinglar degan boy so'zlab o'tgandek, Amerika dollari xalqarada asosiy zapasi pul. Butun dunyodagi hamma markaziy banklar Amerika dollarini tutib turadi. Uni menga yo'qitib, Xitoy o'zining pulini chiqarish menimcha bo'lsa yaqin zamonda mumkin emas. Keyingi uzun zamonlar o'tgandan keyin qanday bo'ldi, uni bir farz qilib bo'lmaydi. Menimcha o'zi yaqin zamonda mumkin emas. Rahmat. Boshqalardan savol so'raydiganlar bo'lsa. Burhan Sityapan. Assalomu alaykum. Mening savolim Gulnaz Mataevga. Gulnaz Mataevni 1971 Amerika hukumatidagi oltin almashtirish nimasi qilib fiat, ya'ni bir prosesini o'tkazib ketdimiz. Bu vaqtdagi asosiy sabablardan biri o'sha Amerikaniki to'xtamasdan Amerika dollariga chiqarib oltin bo'lmagan holatda, ya'ni oltin zot yo'q. Altın destek çıkartmandan keyin Fransiya hükümetiniki o dolarni yig'ib Amerikada tasdiq qilib, Amerikada tasdiq qilib oltinni barcha talab qildi. Amerika oltinni tasdiq qildi. Buni shu nega to'g'ri shu Amerika xalqi to'g'rimi? Ya'ni o'zi oltin olmay turib boshqa shu sanoatlashgan Germaniya, Fransiya dolarni Amerika aldı dolarını biz altını verdik. Özde altın yapılgendikleri aşiretin Nixon anladım. Şöyle sizinle. Chet ellarda shundoq deydi ekan, Amerikada onamda pul siyosati, pul tarixida uçkunlaq demaydi. Shunda ishlar bo'lishi mumkin. Amerikadami abay tarixida o'tgan to'g'rilarni jiqbisib, paxallashib, uningki birligi bo'lmaganlikdan pulninki. Shuning bilan oltin bilan kumushga bog'langan. Shundan keyin Amerika dollari bir qo'l mukammal bo'lgan. 71-yilda qanday ishlab ketdi? 71-yilda nurg'un ishlab ketdi. Nixonning vaqtida. Ancha qalayim qadi. Gaylar ochiq emas. Men o'zim shu pul muomala sohasida uzun yil ishladim, 30 necha yil. Wall Street'da lisens olib turib, 78 lisensim bor. Bizni aytdi, qattiq deymiz, tuzumlar, muomala hamda qonunlar bordek. Bu to'g'risida biz qalayimqan so'zlashga faqat ruxsat yo'q, qalayimqan emas, leksiya so'zlashimga ruxsat yo'qdi burun. Pul 8 oyda pensiya chiqqanligimdan mayda so'zlayapman-da, uni oldida akademiyaga majlis kelgan 2014-yili leksiya qilish ruxsat bo'lmagan, anglab ketgandim. Shuning uchun u ishlar bo'lgan, pul paxallash Amerika tarixida chiqib bo'lgan. Ularni qanday kontrol qilgan, har birisini o'qishmagan, qurollar bilan o'qishmagan, masalalar bilan bo'lgan. Sizning deganingiz to'g'ri, ammo uni ochiq oshkora leksiyalarda Amerika o'zining ichida ancha pul qolmagan, nimada oltin qolmay andoq bo'lgan deganlarni deb so'zlamaydi. Rahmat sizga. İlgili biz Ürümçi'de taşyol kuruluşlara yoki boshqa bir kuruluşlarga Dünya Bankisi pul tasdiqlabdi. Hatta bazı kişiler bevosita sizniki qo'lingiz orqali bo'pti degan xabarlarni oldik. Bu xabarlar rost bo'lsin, qanchalik bo'lsin biz suyungan sizni ishtirokingizda. Biz
Meni altı soruyorum soradı ve Dünya Bankası'ndaki meblağ tafsilatını bilmeyler ama hazırda Uygur Derneği için Project Asya bizgi faydası var. Yok, sorry. Yok deganning sababi Dünya Bankası abay dedim ki men Bretton Woods kelishimida 44-yil qurilgan. Uningki asosiy maqsadi dunyodagi taraqqiy qilayotgan davlatlarga davlatlarning hukumati orqali qarz berib ularninki shu kambag'allikdan qutqizish projektlar orqali naqd pul bermaydi. Masalan biz vatanda Tashil projekt qildik. Ben 10 yıl işledim Dünya Bankı'da. Muharip projekt qildik, binalarni saldik. Keyin nimdaymiz yezigilik taraqqiyot, ta'limninki suv kirish chiqishi, shular misol men o'zim bevosita qatnashgan tashkil qurishlarga necha milliardlik. Shu vaqtida bizga bir iltimos kelgan. Xotanning bir yezisida su yo'q ekan, pok suv. 90-nechinchi yildagi gapda. Pok suv yo'q ekan, hayvonlar bilan odamlar bir ko'lchakda suv ichadigan, qutlatgan suvlarni. Shu suvni tozalab turgan bir projekt qilsak deb bizga iltimos kelgan to'landan. Shuni biz yezib Xitoyningki moliya ministriga sun. Bu Dünya Banki har bir davlatning moliya ministri bilan ish qildi-ku. Hukumat bilan ish qildi, shaxsiy bilan qilmaydi, ya tashkilot bilan qilmaydi. Shuni uningga sunsak, bular analiz qilib, u yerda odamlar ayt ozga, Xitoycha Rinko mijidu deb qo'ydi, odamninki, qanchalik mablag' sarflab qanchalik odamga foyda bo'ldi deganni hisoblaydigan. Xotanga undan mablag' sarflab oz odamga ta'sir qildi ekan. Bu pulni biz Sichuanga solamiz. Sichuanda odam zich. Shu o'xshash pulni Sichuanga solsak, bundachiq odamga foyda bo'ldi ekan deb shu biz qilgan pulni Sichuanga o'tkazgan. Bermagan shu vaqtda. Men bilan ham bir turkni men bordi. Birga ishlaydigan xizmatdoshim xeyli kuchlidir. Ammo undan keyin men Xitoydan meni yo'tkib etib, o'sha Xitoy arz qilib tushirib, mesela Uyg'urcha biladigan bir sualga bizga kamson. Men chunki vaqtni sifatini tuzitishda Qashqar taraflarda tumanlarga tushib nurg'un odamlarninki amil ahvolini hukumatning og'zidan emas, obyektiv odamlarning bularning ahvollarini bilib oldik-da. Ularni yaxshi ko'rmadi. Chunki ular biz bunday vakil bo'lib borsak, vakillar so'zlab bersa, o'zining xolig'ini xalqan yak apağanı undaq yaxşı ko'rgan, yasab qo'ygan yani aldın Biz o'qib bo'lgan yerlarni berib bilmagandan keyin ular meni yaxshi ko'rmay, ular qizil hujjatlik tashliq uqtirish chiqarib Dünya Bankiga sunib, meni u yerga kamison deb iltimos qildi. Shuning bilan meni O'rta Osiyoga o'tkazib, biz O'rta Osiyoda ishladik. O'rta Osiyoda ishlagan chog'da O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston degandek ashadagi hamma davlatlarda ishlab turib proyektlarni qildim. Shu vaqtida Olmaotada ishlagan chog'da Olmaotada bir yer yuzida birdan bir Uyg'ur instituti bor ekan. Shu yerga taklif qilgan Uyg'ur gazetida. Shu amu shu 90-yili qiyinchilik vaqtida pul yo'q. Shu maktabni yo'lashga pul bir Dünya Bankidan iltimos qilib bersangiz deb. Uni biz shu Qozoq ministrsiga sunib kirgizgan. Buni bevosita pul berolmaymiz deb. Biz faqat hukumat bilan ish qilamiz. Qoidasi shunda. Qilsak o ishmi ular shu o'zining muhim proyektlarini oldi qo'yib, Uyg'urlarninki maktabini muhim qo'ymay keyin qo'yib bo'lmagan. Shunga o'xshash o misollarni deganning sababi Uyg'urlarning ishini ular bermaydi demoqchi. Shunday. Rahmat, amma so'rg'iningizga. Sualım var. Germaniya devleti Avrupa'daki en mühim devletlerden birisi. Sanat olsun, sanatçı olsun. Bunu bu Avrupa'da Engiltere, Fransa, Germaniya mühim bir devletler. Xitayga
inson haqida hozirgi mush yaqin bir qancha yillardan buyon men tuzishimcha masalan Five Eyes Germaniyadan Fransiya davlatning siyosatini pasib Germaniya hatto ijro qabrida ümidsizlik va ümidsizlik Germaniyaga erishgan amaliyotda Angliya va Germaniyalik pozitsiyasini aytdi. Sizce Germaniyanın müşterisinde, müşterisinde bir ve değerli bir siyasetini minik yılların dastlabki vaqtlarda bu xalqaro bergan mablag'larda albatta bu davlatdan bu konuda teşkilatı bulunma anlıkında yani Misyon Avrupa rayonunda şu yapı hükümetlerinin ki yönetmenlik geçiş Avrupa'daki bilir solunun tatlıdır hocam nurgun uyuyorlar tatlıdır olsa da cemiyetle şikayet var. Bu yaşlıyız. Neticesi oldu mu? Kalkar fon, maliye fondu müşahede bildirir mi? Sayın cevap bilen birinci sualdan başlayalım. Ich teile Ihre Enttäuschung über die deutsche Bundesregierung. Deshalb bin ich auch hier, nicht nur aus Respekt vor Ihrer Arbeit, sondern auch um Deutschland ein Zeichen zu setzen, dass wir mehr Augenmerk brauchen auf die uigurischen Menschenrechte. Ben sizningki ümitsizlanganligingizga memnun qo'shilaman. Shuning uchun men bugun bu yerda bu Germaniyaningki bundan siyosatdan Uyg'urlar kartı qanday bo'lganligi haqida men biroz Ich begleite die Uiguren in Deutschland und in München seit 2009. Damals wusste in Deutschland noch niemand etwas über die Uiguren. Heute wissen alle etwas damit anzufangen. Das ist das Ergebnis ihrer hervorragenden Arbeit. Ben 2009-yılı Muşu Bavariya ştatlık parlament kirgandan yaqi Uyg'urlar bilan birga ishlayapman. 2009-yılı Uyg'urlar desa Germaniyada hech kim bilmaydi. Bugun Uyg'ur desa Germaniyada hammadan biladi. Die Politik der deutschen Regierung gegenüber China ist leider nicht so selbstbewusst wie die Politik der USA. Germaniyadagi Uyg'urlar haqida ilib berilayotgan siyosati xuddi Amerikaga o'xshash yaxshi bir shaklda ilib berilmayapti. Die wirtschaftlichen Interessen sind so groß, dass sie häufig mächtiger sind als humanitäre Fragen, ehrlicherweise. Samimlikla aytgan vaqtida Germaniyaningki iqtisodiy jihatdagi hamkorligi bu Uyg'urlarningki inson huquqlari masalasiga qaraganda muhim rol o'ynaydi. Das gilt auch für Frankreich. Es gibt in Europa vor allen Dingen zwei Länder, die mit Selbstbewusstsein gegenüber der Volksrepublik China auftreten. Das sind die Tschechische Republik und Litauen. Das gilt für die Frage der Uiguren, das gilt aber auch für die Frage von Taiwan. Amaliyotda Germaniya bilan Fransiya Yevropadagi eng kuchli davlatlarning birisi bo'lishni bilan shu Uyg'urlar haqida o'zining ovozini chiqarishi kerak edi. Ammo Germaniya bilan Fransiya bo'lmay Chexiya bilan Latviyadan iborat ikki davlat shu Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lib keldi. Yolg'iz Uyg'urlar emas, Tayvan masalasiga ham ko'ngil bo'ldi. Das müssen wir verändern. Das alles muss besser werden. Es ist auch etwas besser geworden. Die jetzige Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag aus den drei Parteien, die in der Regierung sind, erstmals die Begriffe der Uiguren und die Taiwan-Frage im Koalitionsvertrag stehen.
Und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock adressiert das Uiguren-Thema deutlich häufiger als die Regierungen vorher, aber noch nicht häufig genug. Әмәлиятта bir qism o'zgarishlar bo'lyotidi. Xabarda qilinadek, Germaniya hukumati amaliyotda 3 partiyaningki birlashmasidan tashkil topgan birlashma hukumat. Birlashma hukumatniki mush 3 partiya o'rtasidagi to'xtamnomada Uyg'urlar Tibet masalasi to'xtamnomining ichida bor. Buning ichida mushu partiyaningki vakili bo'lgan Annalena Baerbock degan xonim, tashqi ishlar ministri Uyg'urlar masalasini xalqaro sahada davomli qilib kelyapti. Es gibt also noch sehr viel zu tun. Ich bin durchaus hoffnungsvoll und nicht nur voller Enttäuschung, auch wenn ich die Enttäuschung teile, weil in Deutschland mittlerweile erkannt wird, dass wir nach dem Ukraine-Krieg und nach der Pandemie viel mehr tun müssen, um uns auch von China viel unabhängiger zu machen, als wir es im Moment sind. Wir sind sehr abhängig in vielen wirtschaftlichen Fragen. Diese Abhängigkeit müssen wir minimieren und damit einher geht dann hoffentlich auch das Selbstbewusstsein, die uigurische Frage selbstbewusster zu adressieren. Men buningki ahvol bundan ko'p yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun men bu yerda biz korona vaqtidagi ishlarni to'liq hal qilib bo'lmadik. Ukraina masalasi, o'zgarayotgan masalalarning birisi. Bu shu masalalar hal qilib bo'lgandan keyin bizningki Uyg'ur masalasiga ko'proq ko'ngil bo'lishimizga yetarli nimamiz bo'ladi. Shu vaqtlarda cho'qim bu narsalar yaxshilanish bo'ladi deb qarayman. Undan keyin biz nurg'un jihatda aytgan vaqtida, iqtisod jihatdan aytgan vaqtida Xitoy bilan yenilam bak bog'lanib qoldik. Shu bog'lanishimiz borgan sari ojizlashishi, hatto yo'q bo'lishi kerak. Rahmat. Gulnaz xonim, sizga keldi. Dünya Bankı project to'g'risida oldu deyman. IMF dediniz, IMF emas. IMF undaq nimdeme Dünya Bankı bilan IMF'ning farqi. IMF bo'lsa pul siyosati maslahatlari, ularning davlatniki bilan 190 nimbago a'zo davlatlari. Dünya Bankı'nın shundaq UN'ninki okay. Yeah, Dünya Bankası, IMF andaq privatni sifatida roli bor. Boshqa bayman so'zlar kerak. Dünya Bankı qarz berganlari maxsus projekt qilgan. Shu gaplar bo'lgan. Henry Wood degan bir odam bor, esimda bor. Shu odam meni izlagan shu vaqtlarda 90-yillar deyman. Dünya Bankı'nın hududidan nimalarni ishlatgan, jazo lagerlaridagi odamlarni ishlatib nima qilgan deb shundoq shikoyatlar bo'lgan, uni tekshiradigan. Tekshirib yo'q deb chiqadi. Nimaga shikoyat desangiz, bir qiyinchilik bor. Dünya Bankı'da emas, har qanday xalqaro tashkilotlarda, mayli UN bo'lsin, bir shikoyat qilsa, masalan bizning jazo lagerlarini shunday shikoyatlarni qildik, biz ko'rib turdik, odam avval tekshirtirgan. Odam avval tekshirishga odam avval tishdan burun Xitoy hukumatiga deyish kerak. Bunda odamlar munchincha ishlab oldi. Ular kutib oldi. Kutib olganki, ular shunga loyiq tayyorlik qilib, o'zi yasab chiqqan narsani ko'rsatdi. Shuning uchun meni o Şinjan'daki projektden çıkarttı degende men şu ramkının teşvik gaplarını bilib olganligimda, yerlik bo'lganligimdan, ham ko'pini tushunganligimdan, shuning uchun o ishlar tekshirish o'maklar shu men Dünya Bankı'nın aralashtirdiği oxirgi mezgillarda bo'lgan ishlarni tekshirish evatgan o'maklarni. Ve üzerine bağlan, mesela bu tarım, irrigation and the drainage project'e işte supervision için tekşiş missions bağlandım. O vaxtda mesela yütkelgen aileler varken, mesela meyadın mayakı yütkep, onlara üylerini, yerlerini, bəgən bilək ailelerini biz görüşdüdük, gəpləşdik. Buran koyun ayaqda durmaya götürdük, üylərə bağladık, tekşirdik.
Onun mendin kim yana bir netice gruplarını evet teşkil etti. Ularni endi yo'q chiqdi. Bington ayrım bo'lmagan, uni oldin projektisi bor. Bingtonning projektisiga muborandim. U Qumuldiga Bingtonga. Ular shu u yoqda Turpan bilan Qumuldiga uzum ishlab chiqarish yuzasida. Endi desam bo'ldi, bu iqtisod degan 100% iqtisod emas, political economy deb qo'ydi u. Har bir siyosiy aralashib olgan. Shuning uchun unda 100% iqtisod yo'q. Qanday iqtisod proyekti qanchada siyosatni aralashtirib olgan, o'zining vakillarini shunday cho'ng jazolarga ketdi yo'q deb turdi. Andaq kichiklarni ular bizga har xil chiroyli rasmlarni chizib, ko'rsatib, haqlarni qoyil qilib yo'lga soldi. Buning ichida pardonchilik qanchalik problemlar bor, uni yetib bilib ketmaymiz 100%. Ama sözlüğünün uğraşındadır işler var. Rahmet. Çok rahmet. Merhabalar, benim Subalı, ben Marka Sekreteriyim. Sizden bu yerde doğal rahmet etme, uygulanırken hukukunun yoldaş yolu da bizge en yürekli doğal ve dünyadaki en çok Uygur teşkilatının merkezi olan Bavariya eyaletinin merkezi Münih'te başta istiyorlar diye doğal. Hakikaten kursan buldum. Benimki asas kullanım şu. Germanya'da saydım ki çok ticaret ortak. Hem de aynen iktisadının bugünkü günlük gelişinde Germanya'daki Türk çok. 80. başta Germanya Türk Ajaksız şimdi mobil işler çalıştığımız ayrı elektrik firmaları işler çalıştığımız böyle mesleklerinin işler çalıştığımız hem de büyük yere var. Yani sanatının hatta hesabından şu Bavariya eyaleti de, ülkesi de en küçük bir sahip olan Abdülhamid'in işte sahası belki elektrikli Abdülhamid'in işlerinin yok süratlen ölçüye erişip bir yerde kriz ve başlamak falan bakımız Milan demek şu elektrikli Abdülhamid işler çıkarılan bataryalı ve işler çıkarılışında kullanılan lityum maddesine mecburi işler çıkarılan kullanılan ait bir kısım tatbikat materyalleri oluşturmakta. Hani Germanya, Xitay'dan kullanan avtomobilleri veya Xitay'dan insan hakları ve derslerden kullanılan siyasetini yaxşılaş tarafga inler Xitayga. Eğer bundan mal yoki Xitoyga setib beriladigan mahsulotlarniki asosan taraflanib to'qnashishga qarab yuzlangan bir siyosatni yuritish imkoni bo'ladi. Bu zaten o'zi tamamen Xitoyga qilishimiz kerak dedi. Shuni qadam etayotganda shuni so'radim. Ben bir tercüme kılıp öteyim, ondan keyin cevap versin.
prioritet. Çünkü Xitayni bugün indek keltirdiğin her xalqaro jamiyat davlatlar bo'lishib bilan Xitoyning iqtisodini kontrol qilgan va uniki jon tomiri bo'lgan bu yerga ololmay turib boshqa nurg'un moddalar Xitoy to'g'ri yo'lga Xitoyniki qaraydigan bo'lsa qonunda yaxshi gaplar shu anda aytdi yaxshi insonlar nurg'un gaplar bor ammo hech qaysi bu uyg'unlik emas. Şunlaşka Xitayni indek keltirish uchun Xitoyniki iqtisodiy jon tomiriga o'tmay Xitoyni to'g'ri yo'lga qo'ymaydilar qarayman anlaşılır. Ihre Frage hat sehr viele Aspekte. Vielleicht zunächst zum Menschenrechtsaspekt. Deutschland hat vor 2 Jahren ein sogenanntes Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht, das alle Unternehmen, die mehr als 3000 Beschäftigte haben, verpflichtet, die Lieferkette von dem ersten bis zum letzten Schritt transparent offenzulegen. Verboten ist Zwangsarbeit, verboten ist Kinderarbeit, verboten ist Arbeit, die die Umwelt vor Ort massiv verschmutzt und vieles andere mehr. Es ist das schärfste Lieferkettengesetz in ganz Europa und die Europäische Union hat jetzt nachgezogen in diesem Jahr. Es betrifft nicht nur Elektroautos, es betrifft Adidas, Puma. Es gibt ja viele deutsche Firmen jenseits von VW und jenseits der Automobile, die leider in Sachen Zwangsarbeit immer mal wieder in Verdacht geraten sind. Dieses Lieferkettengesetz ist eine Antwort darauf. Übrigens nicht nur mit Blick auf Ostturkestan, sondern auch auf die Republik Kongo, wo Kobalt geschürft wird und vieles andere mehr. Das ist die erste Antwort zu Ihrer Frage des Menschenrechtsteils. Hier sind wir sehr konsequent und unsere Wirtschaft kritisiert uns sehr dafür, weil sie sagen, wir haben jetzt jede Menge Bürokratie. Wir müssen bis in die letzte Verästelung der Lieferkette nachweisen und die Unternehmer sind selbst mitverantwortlich. Also der Chef der Firma kommt im Zweifelsfall ins Gefängnis, wenn er falsche Angaben darüber macht, ob die Lieferkette sauber ist oder schmutzig. Sizning sualingizning ichida nurg'un taraflar bor. Men oldi bilan inson huquqlari tarafidan boshlab so'zlay. 2022-yili Germaniya hukumati mush ta'minlash zanjiri qonuni deydigan bir qonunni e'lon qildi. Germaniyada setilgan yoki Germaniya uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlarning hammasi yuqoridan tortib eng tuvangacha shu har bir tugunini ishlab chiqarish jarayoni, uni to'shish, undan keyin setish, har bir tugunini nihoyatda qattiq kontrol qilib, bu yerda inson huquqlarining bepsandligi bormi, muhitni bulg'ashishlar bormi, hamma narsa kontrol qilinadi deydi. Bu Yevropa miqyosida eng qattiq qonun deydi. Mush Germaniya qilgan qonun shu Yevropa doirasida kengaytirilish oldi turyapti. Bu yolg'iz Sharqiy Turkiston bilan bog'liq emas deydi. Yolg'iz Sharqiy Turkiston bog'liq emas. Masalan, Kongoda masalan shu elektrik asboblar uchun e'lanadigan kobalt metallining ishlab chiqarishi majburiy emgak bilan bo'lganligi uchun biz ularni kontrol qilamiz. Undan keyin bu yerda sizning davlatingiz elektrik mashinaning ustida bo'lyapti. Amaliyotda yolg'iz elektrik mashinalar emas, masalan Puma va Adidas qatorliq Germaniyaning davlat markalari bor. Bularga ta'sir qiladi. Mayli elektrisitemiz olsun, mayli boshqa sohalarda bo'lsin, biz uni qattiq kontrol qilamiz. Agar Germaniya hukumati mushu tugunlarning ichida ma'lum bir yerda chatoq tepib qolsa, shu shirkatning boshlig'i qonun bo'yicha taraf qilib turmaga solinadi deydi. Masalan, Adidas shirkatida ma'lum bir narsa chiqib qolgan bo'lsa, Adidas shirkatining boshlig'i turmaga kiradi qonun bo'yicha deydi. Sie sagen richtig, dass man China vor allen Dingen
nur wirtschaftlich treffen kann. Das gilt aber auch für mein Land. Das gilt auch für Deutschland. Deutschland hat unter den 20 größten Volkswirtschaften der Welt, den G20, im Moment das niedrigste Wachstum. Wir haben nach der Pandemie wirklich große Probleme gehabt, mit unserer Wirtschaft wieder nach vorne zu kommen. Und wir haben seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine allein 60 Milliarden Dollar bezahlt zur Unterstützung der Ukraine. Und da sind die 1,5 Millionen Geflüchteten aus der Ukraine in unserem Land, die in unseren Schulen, in unseren Kindergärten unsere Unterstützung benötigen, noch gar nicht mit drin. Das heißt, auch unsere Volkswirtschaft steht vor gewaltigen Herausforderungen. Und deshalb ist die Forderung an die deutsche Politik, bitte seid wirtschaftlich etwas zurückhaltender, zwar humanitär nachvollziehbar und ich unterstütze die Forderung, aber sie ist sehr schwer umsetzbar, denn es geht auch um Wähler und die Wähler sind sehr unzufrieden, dass die wirtschaftliche Situation in Deutschland im Moment nicht so ist, wie wir es aus anderen Ländern im Moment sehen. Endi iqtisodiy jihatdagi masalaga kelgan vaqtida iqtisodni ojizlik nuqtasi Xitoyning iqtisodiy jihatdagi ojizlik nuqtasi bo'lishi yolg'iz Xitoyning masalasi emas deydi. Germaniyaning ojiz nuqtasi iqtisod. Bu shu taraqqiy qilgan 20 sanoat davlati G20ning ichida Germaniyaning iqtisodi hozir eng ojiz nuqtaga tushib qolganlik deydi. Chunki biz Ukraina urush boshlanidan beri 60 milliard dollar qiymatidagi harbiy yordamni biz Ukrainaga ta'minladik. Buning ichiga 1,5 million bizga kelib yashayotgan ukrainalik buning ichida emas. Endi Germaniyaga nisbatan aytgan vaqtida iqtisodiy jihatdagi ojizlik bu Xitoyga iqtisodiy jihatdan bisim ishlatishga biroz nima keladi hozircha siyosatga to'g'ri kelmaydi. Chunki biz o'zimiz iqtisodiy jihatdan ojiz bo'lgan holatda yana bir davlatga iqtisodiy jihatdan besim ishlatishimizga bizga qurbimiz yetmaydi. Germaniyaning iqtisodiy ham ojizlab ketib qolsa, saylanma qatnashayotgan chunki 2 yildan keyin Germaniya saylanma qatnashadigan odamlarning norozilik kelib chiqishi mumkin. Shunga bunga nisbatan real bo'lishimiz kerak. Und die letzte Frage zum Elektroauto. Hier hat die deutsche Industrie geschlafen. Wir sind viel später dran als beispielsweise Amerika mit Tesla oder China mit BYD und anderen. Das macht unserer Industrie schwer zu schaffen. Wir erwarten in den nächsten Jahren hohe Arbeitsplatzverluste. VW und Volkswagen will in Deutschland mehrere Werke schließen, um sie in anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika, dann neu aufzubauen oder auch in China. Das bereitet uns tatsächlich große Sorge. Aber am Ende geht es in der Wirtschaft um Wettbewerbsfähigkeit. Und zwar in allen Bereichen, nicht nur mit China, sondern auch mit Amerika und unseren europäischen Partnern. Und hier haben die Deutschen leider große Herausforderungen, die nicht dazu zwingend führen werden, Zugeständnisse an das eine oder andere Land oder an die eine oder andere regionale Gruppierung zu machen. Sie merken, ich gebe Ihnen sehr ehrliche Antworten und auch sehr selbstkritisch mit Blick auf die deutsche Politik. Endi elektrik mashinaga kelgan vaqtida biz haqiqatan Germaniya shu elektrik mashina raqobatida uxlab qoldik. Masalan, Amerikada Tesla, Xitoyda BYDga o'xshash mashinalar bozorga ko'plab solingan bo'lganligi uchun Germaniya bu raqobatda keyinni qolganligi uchun Volkswagenga o'xshash nurg'un Volkswagen shirkatining nurg'un zavodlari taqilishga majbur bo'ldi Germaniyada. Biz bu zavodlarni Amerikada yoki Xitoyda boshqa yerlarda ochdik. Endi bu raqobat nihoyat kuchli raqobat. Men sizga samimiy bir javob qilay. Bu raqobatni biz keyin qildik. Shuning uchun bu elektrik mashina masalasida Xitoyga besim ishlatishga biz ojizlik qilamiz. Men savollaringizning hammasiga samimiy javob qildim. Garchi mening savollarimning javobini savollaringizni ham tushungan bo'lsam-mu, bir qism Germaniyaga nisbatan tanqidni hukumatga nisbatan o'zimning tanqidni bildirish bilan birga men sizga samimiy javobimni bildirdim. Shu bugungi sizning savolingiz davom etdi. Meniki savol emas. Farqi safarlarga rahmat aytib dedim. Siz butun
Namtok Enstitüsü'ndeki reisi, Özel Fakirlik Kuruluşu'ndan bunların hatayken ifade için yaptınız ve erkaksız mı düşünce? Aslında biz evde mağazada bilgen mümkün lise sürgüslerine bırakın bu alana demek istiyor. Uygur Project Fond'da kelmeler attı. Sokak vermeyiz, olarak takas. Güzel bir yer var. Şurası sizin demekti. Bilgen siz liselerde kalan bütünüz. Layıklı şu ben Project Fond'da Uygur Project Fond'daki kullanılan arkadaşlar peki jürinin tutan Allah'a naikor eder ve hamdollah onun rolü olarak yapan sizi kötü çıkımlar hatayın evet teşekkür ederim. Ondan başka bilen siyasi bu şu kaliteleyen arkadaşların layıklığı bize tasarlandı. Aslanlamaz yani doktor Alışveriş hizmet tasarlandı diye. Alışverişin karşılığı olduğu migrasyon karşılığı olduğu bundan festivde. We are not rich, just presenting certificate. Yes. I had a aldı da resim tartib sahne özgü atattı. Özgü atattı. Pastı basınız yaxşı. Maya gelsiniz. Come here. I say just come here. Maybe it's here. Siz beğendek turma erkenka. Abdüşkam. Bayağı Türkiye'deki siyasete Şincan diye bir kelime işletti. Şincan diye bir kelime üzücü bir yükselgen kullanıldı. Bu sözde Romanya hükümeti Ich kann diese Frage. Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Wissen Sie es? Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass es eine Einschränkung gibt in Deutschland. Pakistan sagen, wir dürfen auch mit den Fahnen demonstrieren in München. Aber Ameliyatda Şinjan'da işiltemdok yoki Sharqiy Turkistonda işiltemdok. Hatta bu Sharqiy Turkistonning bayrog'ini ko'tarib namoyish qilamdok. Men bir erkin davlatda yashayman. Uning nisbatan bir hukumatda bir cheklan borligini bilmayman. Tügüdüm cevap diye. Ondan sonra Men bir narsa qistirib o'tay, gapingizni nima qilay. Men maqatim yozda O'zbekistonni ziyorat qilib keldim-ku. Ben Özbekler bilan paranglashgandan bular Şinjan degan kalimani ishlatarkan. Shunda men dedim bu haqoratli so'z nimishqa Uyg'uriston demaysizlar yoki Sharqiy Turkiston demaysizlar desam, biz matbuotda davomli shuni anglab kelganligimiz uchun shu Şinjan degan gap to'g'ri gap o'xshaydi, biz Şinjanda ishlatdik, sizlarga haqorat qilganini biz bilmabdik dedi. Endi u gapni rost haqiqatan bu Yevropadagilar bilmaydi. Endi u Şinjan degan gapni mediada shunday ishlatganligi uchun, hukumatimizda shunday ishlatganligi uchun u endi Şinjanda ishlatilishi bularga nisbatan Sharqiy Turkiston deyish yoki Şinjan deyish menimcha jiq farq qilmaydi deb o'ylayman. Uni o'rgatish kerak. Biz hozir deb qo'ydik. Şinjan degan gap biz qabul hozir men germancha dedim. Mesela Şinjan degan gapni biz qabul qilolmaymiz. Sharqiy Turkiston
deyiş gerek bizden aldığımız kelgen desem. Onu da ben bundan da şuna desem buladı. It is just I think DVD player containing the Uyghur songs and so on and so forth. So that is a special. Qarindoshlar hamda mushu Gulshan hadimizdan savol so'raydiganlar bo'lsa, bir savol olsak, undan keyin bugun ketganlik nimizda tushdamoqdan keyin davom qilsak. Gulshan hadimizdan so'raydiganlar bo'lsa, qan mikrofonni basik. Qaraganda men o'ng tarafim qarsam, dillarning kuchi, sol tarafim qarsam, Siyosatning kuchi. Germaniyaning kuchi, shuning bilan bu kalimalarning kuchi, ikki kuchning orasida qisilib qolgandek turdi. Amaliyotda işte kalimalarimizning kuchimi ikki kuchdan texim kuchli bo'lishi kerak. Abi ham Şinjan kalimasining qanchalik kuch talishayotganligi haqida gap bo'ldi. O'zbekistonda mana shu savol qo'yibdi. Shukr. Neymiş Uyg'uriston va Qirg'iz nima Sharq Turkiston demaysizlar desa, biz matbuotlarda Şinjan degan kalimani jiq ko'rib ketganligimiz uchun bizning miyamizning yoshirin anqatlimimizga singib ketgan. Demak, mush kalimaning kuchi onu pul qilib bilish, assimilyatsiya qilib bilish. Shuning uchun bu kalimalarni qanday ishlatilganligimizni bir kuch talab qildi. Men undan savol so'raydiganlar bo'lsa, marhamat. Balkim hammamiz Uyg'ur bo'lg'achqa, hammamiz Uyg'ur kalimasining naqadar buyuk, naqadar sharafli bir so'z ekanligini bilamiz edi. Alloh razı olsun. Shuning bilan bugungi aytganligimizdagi suhbatimiz bu qadar bo'lsa qarindoshlar. Undan keyin men ma yemekxonadagi hozir yeydigan yemekimiz azroq tushuncha berib qo'ysam, undan keyin tushdim ayada inlarimiz bilet taqtidi. Bilet olib oshxonaga borsak bo'ladi. Undan keyin oshxonada faqat qarindoshlar angliq bo'lsak, 4 ta narsa olalaymiz. Bir tanesi çorba, bir tane ana yemek, undan keyin bir tane guruch yoki bug'doy, undan keyin yana birisi tatliq. Yani tatlıqa içimlik alsaq bo'ldi. Undan keyin bir tane suv olalaymiz. Bundan hech ketsa, undan alaning uchun aldadimi yaxshi emas. Shunasqa angliq ki aldingi yil shunday yaxshi bo'ldi. Bu yilmi shu menyuda 4 tane, bir tane suv elib tush tamog'imizni daxil bo'lsanglar bo'ldi. Rahmat. Undan keyin tushdan keyin soat 1:30 tushdan keyin soat 2da namozimizni o'qib bo'lib, agar namoz o'qiydiganlar uchun cho'ng masjidmi bor yoki bo'lmasa zalning yanidami yana bir masjidimiz bor. Soat 2da ko'rishaylik. Assalomu alaykum.